Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz qanaqasiga 0 dan 5000 dollargacha 6 oydan 12 oygacha bo'lgan muddatda chiqish bo'yicha so'z yuritaman. Qadam-qadam strategiyani beraman. Qanaqasiga 1 yilda siz 1 oyda 5000 dollar daromadga chiqishingiz bo'yicha. Bu fantastika emas, chunki faqat aynan man etayotgan soha, man etayotgan qadamlarni bajaradigan bo'lsangiz, siz aniq shu daromadga chiqasiz. Xo'p, qani ketdik, boshlaymiz. Sразу aytaman, bugungi videoyimiz 1 soatdan ko'proq bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda faqat o'zimning tajribalarim, boshqa insonlarning tajribasi, hamma narsani sizlarga birma-bir aytib beraman va hamma sirlarni xudo xolisa bugun sizlarga ochib beraman. Hattoki pulli kurslarda o'rganmaydigan bilimlaringizni bugun berishga harakat qilaman. Va eng asosiysi, bu vlojeniyasiz, o'zingiz Instagram blogingizsiz, qanaqadir bir biznes yo bir sohada katta tajribaga ega bo'lmasdan tajribasiz, keyingisi esa o'zingiz kursisiz, jamoasiz, qanaqasiga aynan bitta o'zingiz shunaqa daromadga chiqishingiz bo'yicha birma-bir tushuntirib beraman. Xo'p, qani ketdik. Avvalambor tanishib olamiz. Ismim Mirsayit Mirodilov. 7 yildan beri Instagram orqali daromad topaman. Birinchi o'zimni ishimni 14 yoshimda boshlaganman. Diler sifatida o'zimizda sex bo'lardi, Paprayzos konfet, o'sha yerga diler bo'lib, konfetlarni olib, ustiga narx qo'yib sotardim. Birinchi 100 dollar daromadim 14 yoshimda shunaqa qilib topganman. Undan keyin esa 15 yoshimda tovarni biznes bilan shug'ullanganman, olib sotish, ya'ni bu men Apple Watchlarni, AirPodslarni lyuks kopiyasini olib, ustiga narx qo'yib sotardim. Уже 15 dan 16 yoshga o'tayotganimda уже uyga bir kun kelganman. Instagramda shunaqa reklama chiqib qolgan. Qanaqasiga siz internet marketing orqali 500 dollardan oshiq daromad topsangiz bo'ladi. Soответственно, nima deb o'ylaganman? Lahatan deb o'ylaganman, lekin ro'yxatdan o'tib ko'rganman, o'quvchilar natijasini ko'rganman. Uydagilarga borib, menga 150 dollar qarz beringlar, mana shu men kursda o'qimoqchiman deganimda, yaxshigina gap eshitadigan gaplarimni eshitganman. Nega? Chunki biz hammamiz O'zbekiston katta bo'lganmiz, o'zbek oilada, SSRda bizning ota-onamiz barib tug'ilishgan, ta'lim olishgan. Ya'ni odamning miyasi shunaqa ustanovka bo'ladi, qanchaki ko'p mehnat qilsang, o'shanda sen ko'proq daromad topasan deb. Lekin bunda o'ylab qarabsizki, hozir zamon o'zgaryapti. Oddiy yosh bolalar, yosh qizlar nima desa bo'ladi, miyasini ishlatib, Instagram orqali, internet orqali yaxshi darom topishyapti. O'shanda men ko'chdan qarz olib, men shu narsa qo'shilganman. Endi hozirgi natijani ko'radigan bo'lsangiz, 21 yoshimda 120 ming dollarga Mercedes GT mashinani sotib olganman. Birinchi mashinam esa 17 yoshimda Nexus 3 bo'lgan. Undan keyin o'sha Malibular va hokazo bunaqa daromadlar ko'p bo'lgan, yutuqlar ham ko'p bo'lgan, sayohatlar, juda ko'p katta arenalarga, katta sahnalarga chiqish qilganman. Bitta gap bilan oldingi Mirsayit bilan hozirgi Mirsayit bu ikki xil dunyodagi inson demoqchiman. Ya'ni gapni qisqasini qiladigan bo'lsam, 2024-yil 21 yoshimda Mercedes GT mashinani sotib olgan bo'lsam, 5 yil oldingi esa hayotim, ya'ni примерно 2019-yilda men avtobusda yurgan bola edim. Oddiy oilada tug'ilgan. Bu putni любой odam takrorlashi mumkin, hattoki tezroq qilishi ham mumkin. Bu narsani men sizlarga aynan shu YouTube'da o'zimni 5 yil bosib o'tgan yo'limni birma-bir tushuntirib o'taman va qanaqasiga siz bu natijaga tezroq kelishingizni aytib beraman. Xo'p, agar kimdir mendan so'raganda, "Sen hayotingni orqaga qaytsang nimani o'zgartirasan?" deganda, men hech narsani o'zgartirmayman degan bo'lardim. Nega? Chunki men shu bosib o'tgan yo'lim meni hozirgi kunga yutuqimga olib kelgan. Va siz ham bu narsani takrorlaysiz, yanada tezroq qilish ilojisi bor. Shu narsani men sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni 5000 dollar daromadga chiqish uchun 7 ta qadamni bosib o'tishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi bu nima? Biznes model. Ikkinchisi bu xizmatni tanlash. Uchinchisi esa bu, ya'ni yo'nalishni tanlash, nishani. To'rtinchisi bu zapisk bazasiga ega bo'lish. Beshinchisi jamoa qidirish. Oltinchisi bu mijoz topish. Yettinchisi esa bu masshtabирование, ya'ni kattalashish. Aynan bu videodan keyin qanaqa natija olaman desangiz, siz 0 dan 5000 dollar daromadga onlayn asosida 6 oydan 12 oygacha bo'lgan muddatda chiqa olasiz. Men sizga shu narsani tayyor guide, tayyor strategiyasini men sizga birma-bir beraman. Birinchi biznes model, masalan, olib sotish, texnika bo'ladimi? Xitoydan 10 dollarga olib 20 dollar sotasizmi? Yoki hozir populyar bo'lib ketgan uzun market bor, yoki aytaylik har xil do'konlar bor, to'g'rimi? Tasavvur qiling, siz bu orqali 2000 dollar daromad topdingiz. 2000 dollar daromaddan siz kamida 600 dollaringiz minus bo'lib ketadi. Chunki siz baribir shu orqali tovarga qanday miqdorda rasxod qilgan bo'lasiz, to'g'rimi? 1400 dollar daromadingiz qolyapti. Undan keyin esa siz kamida 400-500 dollar marketing, ya'ni reklamaga rasxodingiz bo'ladi. Sizga 900 dollar, 1000 dollar plyus qolyapti. Qolgan esa 100 dollar, 200 dollar dastavka ketadi va yana mayda-chuyda rasxodlari bor. Va umumiy hisobda sizga sof daromadingiz 500 dollardan 800 dollargacha bo'lishi mumkin. 2000 dollar daromaddan shuncha pul chiqib ketdi rasxodga. Va
Eng lutshi holatda bu narsa 1 oyda emas, balki 1,5 oyda bo'lishi mumkin. Chunki siz tovar kelishini kutasiz, bunga vaqt ketadi va sizning daromadingiz bor yo'g'i oyiga $500 tashkil qiladi demoqchiman. Demak, bizga bu biznes model to'g'ri kelmaydi. Chunki siz bu pulni yoki ofitsiant yoki taksist bo'lib ham topsangiz bo'ladi demoqchiman. Kamroq mas'uliyat bilan bu yo'nalishda katta daromad topish uchun sizda katta kapital, ya'ni katta vlojeniyingiz bo'lish kerak demoqchiman. Usiz siz katta daromad bu orqali topa olmaysiz. Demak, bu novichoklarga biznes model to'g'ri kelmaydi. Ikkinchisi esa bu kriptovalyuta yoki trading. Kriptovalyutada siz agar $100,000 pul tiksangiz, 5 yildan keyin bu yaxshi holatda agar bu pulingiz kuyib ketmasa yoki u aksiyasi tushib ketmasa, siz $300,000 topishingiz mumkin. Orada siz 5 yilda $200,000 sof daromad topishingiz mumkin bo'ladi. No, bu ham 50-50. Lekin sizda bunaqa kapital skoriy всего yo'q. Agar sizda bor yo'g'i $1,000 pulingiz bo'lsa, bu narsaga siz tikadigan bo'lsangiz, sizga 5 yildan keyin bu pul $3,000 bo'lishi mumkin. Orada siz faqat $2,000 topasiz. Agar biz $2,000, ya'ni 60 oyi mashinasiga bo'ladigan bo'lsa, bu sizga har oy bor yo'g'i $33 dan to'g'ri kelyapti. Siz har oy $33 dan topishga tayyormisiz? Sizga shu narsa qoniqtiradimi? Demak, bizga bu biznes model ham to'g'ri kelmaydi. Keyingisi masalan trading deylik. Tradingda masalan sizda katta daromadingiz bor yoki turgan pulingiz bor, to'g'rimi? Lekin siz bir kechani o'zida, bir kunni o'zida bitta сделкani o'zida shu pulni hammasini yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Meni o'zimga shunaqa trader tanishlarim bor. Bitta сделкani o'zida $50,000 yoki yana katta summa, bitta uy, bitta mashinaning pulini yo'qotgan odamlar bor. Lekin u yo'qotgan bo'lsa, unda shu tajriba, shunday pul bor edi. Sizda esa shunaqa tajriba bilan pul bormi? Скорее всего, yo'q. Siz boshiga masalan $1,000, $2,000 bilan kirsangiz, bu pul hech narsa bo'lmaydi. Chunki любой mana degan trederingiz 1 oyda 10%, 20% gacha stabil daromadga chiqishi mumkin. Lekin sizda $1,000 kapitalingiz bo'lsa, oyiga $100-200 topishga tayyormisiz? Yoki de bitta сделкani o'zida shu $1,000 ham yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Demak, bu biznes model ham bizga to'g'ri kelmaydi. Chunki sizda yo katta pul yo'qotishga tayyor bo'lasiz, yoki katta pulingiz o'zi bo'lish kerak ega. Chunki kichkina $1,000-2,000 bilan bunga siz kira olmaysiz, tajribangiz ham yetmaydi. Uchinchi biznes model bu offline biznes deylik. Любой offline biznesingizga siz juda katta sarmoya tikishingiz kerak. Lekin u sizga hali окупаемость olib kelish uchun, ya'ni pulingizni oqlashingiz uchun kamida 3 yildan 5 yilgacha vaqt kerak bo'ladi. Lekin 90% offline biznes 1 yil ichida o'zi yopiladi, pravalga uchraydi. Ya'ni katta pul tikib, kichkina daromad topasiz. Xo'p, offline biznes bu nima? Bu restoranlar, kafelar, qani butiklar, kiyim-kechak do'koni, больница, klinika farqi. Lekin har bittasi kamida siz $100,000 dan oshiq investitsiya kiritishingiz kerak bo'ladi va shuni yo'qotishingizga tayyor bo'lishingiz kerak. Undan tashqari, puldan tashqari sizda biznes qilishda navik instrument, ya'ni bilim, tajriba bo'lish kerak. Demak, bizga bu biznes model ham to'g'ri kelmaydi. Birinchi qadam, biznes model o'zi qanaqa bo'lishi kerak? Bu 3 ta narsaga javob berish kerak. Birinchisi, kirish arzon $1,000 gacha. Ikkinchisi esa bu prostoy biznes proses bo'lishi kerak. Uchinchisi esa bu katta chekli sotuv olib kelish kerak, ya'ni $1,000 dan shu. Endi hammasini birma-bir sizga tushuntirib beraman. Masalan, kirish arzon degani nima? Siz uzog'i $1,000 gacha investitsiya kirishingiz kerak, чтобы bu yo'nalishma soha orqali normal daromad topishingiz uchun, ya'ni oyga $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 dan oshiq daromad topishingiz uchun. Bizga esa bundan oldin gaplashgan biznes modellarimiz umuman to'g'ri kelmaydi. Xo'p, ikkinchi qadam prostoy biznes proses. Masalan, aytaylik, uy qurilish bor, to'g'rimi? Hozir mana O'zbekistonda juda ham ko'p novostroykalar bor, hamma quruvchi bor, to'g'rimi? Lekin u juda ham qiyin biznes proses. Juda ham qiyin. Nega? Chunki yer topasiz, fundament qurasiz, katlavanni, proyekt chizasiz, maketini qilasiz, xodimlar ustalar topasiz, sifatli material topasiz, qurilish jarayonlari bo'ladi, отопление, kanalizatsiya, svet, gaz, xullas kadastr tayyorlash, tomni yopish va hokazo. Bu yerda qarabsizki, juda ham ko'p biznes proseslar bor. Undan ko'ra siz bitta tilni o'rganib o'sha narsani sotadigan bo'lsangiz, bu namnoga osonroq. Agar biz solishtiradigan bo'lsak bu narsani. Uchinchisi esa katta chekli sotuv. Masalan, $1,000 dan oshuv. Tasavvur qiling, masalan, siz tovar sotasiz yoki kiyim-kechak sotasiz. Siz masalan $10,000 sof foyda daromad topishingiz uchun siz 100,000 so'mdan masalan 1000 ta dona tovar sotishingiz kerak bo'ladi yoki 1000 ta kiyim sotishingiz kerak bo'ladi 100,000 so'mdan. Buni hali ichida o'zining reklamni rasxodlari bor. Imенно o'sha tovarni o'ziga ketadigan производствоsi uchun rasxodlari bor. Bundan qarabsizki, 1000 ta odam topish bu namnoga qiyin. To'g'rimi? Juda qiyin. Uni osonroq yo'li bor. Undan ko'ra siz 10 ta odamga $1,000 dan qanaqadir lichniy o'zingizni qanaqadir bir sotuvingizni qiladigan bo'lsangiz yoki qanaqa xizmat sotadigan bo'lsangiz, bu sizga
ancha osonroq bo'ladi. 10 ta odamni topish yoki 5 ta odamga 2000 dan sotish. Chemamyoda 1000 ta odamga qanday sotuv qilib, unga yana расход qilish. Siz vложенияsiz ham katta masalan aytaylik risksiz ham shu narsaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Demak, $10,000 umumiy hisobda pul topish qattiq osonroq. Xo'p, to'g'ri. 10 ta odamni topish qiyin, o'zingizni xizmatingizni yoki nimaduringizni sotish uchun, to'g'rimi? Lekin 10 ta odam topish osonroq 1000 ta odam topgandan ko'ra. Endi sizni oldingizda katta maqsad bo'lsa, siz uni dekompozitsiya qilganingiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, gapimning xulosasi nima? Birinchisi, bu sizda nima bo'lishi kerak? Kirish arzon, ikkinchisi prostoy biznes protsess, uchinchisi esa katta chekli narsa bo'lishi kerak demoqchiman. Xo'p, qarang, qaysi biznes o'zi to'g'ri deb hisoblaysiz? A variant trading, B variant o'rtakashlik, C variant xizmat sotish, D variant biznes ochish. Va to'g'ri javob C xizmat sotish. Sababi bu yerda hech qanaqa risk qilmaysiz, hech narsaga investitsiya qilmaysiz va vaqtingiz ham unaqa ko'p ketmaydi demoqchiman. Xo'p, videoni oxirrog'ida esa qanaqasiga men bitta insonga bitta dona uslugamni, ya'ni xizmatimni sof $50,000 ga sotganim va biznesiga 5% sheri bo'lganimni aytib beraman, hammasini podrobsdan hech narsani bekitmasdan. Bu narsa juda ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun bu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz, o'shanda siz butun shu videoni ma'nosini bilasiz va tushunasiz demoqchiman. Xo'p, qarang. Birinchi qadam xulosasi nima? Agar siz biznes boshlamoqchi bo'lsangiz yoki pul topmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich sarmoyasiz eng oson yo'li bu xizmat ko'rsatish, xizmat sotish bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qadam esa siz xizmat turini tanlashni bilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, aytaylik, santexnik bor, sartarosh bor, usti yoki haydovchilik xizmatlari bor, to'g'rimi? Lekin biz bu xizmat haqida hozir gapirishmayapmiz. To'g'ri, men bu sohalarni hozir qoralamayapman, lekin bu sohalar orqali qanaqadir miqdorda juda katta pul topishingiz qiyin demoqchiman. Ya'ni chunki bu sohalarda 5-10 ming dollar daromad topish juda qiyin. Kerakli tanlayotgan xizmat turingizda ushbu 3 ta narsa bo'lishi kerak, как minimum. Birinchisi, bitta sotuvdan sizga kamida $1000 olib keltiradigan. Ikkinchisi esa bitta joyga sizni bog'lab qo'ymaydigan, чтобы любой joydan ishingizni qila olishingiz uchun, xohlasangiz sayohatda turgan paytingiz yoki yana boshqa joyda bo'lganingiz ishingizni qila olishingiz kerak. Uchinchisi esa bu oylik to'lovi ham stabilniy bo'lishi kerak. Masalan, siz birinchi oy $5,000 topishingiz mumkin, ikkinchi oy $1000 topishingiz mumkin, uchinchi oy umuman pul topmasligingiz mumkin, to'rtinchi oy yana ko'p topishingiz mumkin. Yo'q, unaqa ham bo'lishi kerak emas. Barqaror miqdorda stabil sizga kerak bo'ladi. Chunki sizda расходlaringiz har doim stabilniy bo'ladi, dohodingiz nestabilniy bo'lsa, bu yomon emas. Chunki o'zimiz inson bo'lib turib 8 soat ishlaymizda, lekin 24 soat расход qilamiz. Bu degani sizning daromadingiz расходingizdan ko'ra kattaroq bo'lishi kerak. Endi bu haqida keyinroq gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'zi bu nima bo'lishi mumkin? Mana shu xizmat sotishda qanaqasi o'zi bunaqa daromad topsa bo'ladi. Birinchisi bu mana prograf yozish bo'lishi mumkin, ssenariyist bo'lib ishlash mumkin, masalan, vebinarlarni o'tkazish yoki sotuv voronka yaratish, kontent strategiya va hokazo. Lekin agar siz ushbu xizmatlarni masalan donalab sotadigan bo'lsangiz, bu sizga unaqa katta daromad olib keltirmaydi. Unaqa katta daromad topa olmaysiz. O'shaning uchun buni yechimi, buni hammasini bitta qilib, kompleks qilib sotish kerak. Masalan, siz ushbu saytlarga kiradigan bo'lsangiz, siz bitta masalan soha uchun $300, $500 daromad topasan degan narsani ko'rishingiz mumkin. Siz stories maker bo'lasizmi yoki boshqa xizmat ko'rsatasizmi? Misol sifatida-da. Lekin ushbu narsani kompleks qilib qimmatroq ham sotsa bo'ladi, hamma narsani bitta qilib. Masalan, aytaylik, birinchi xizmat 30 ta dona reels olib beraman desangiz, donasi masalan aytaylik $10-15 dan tushishi mumkin. Bizga bu to'g'ri kelmaydi, chunki puli kam. Ikkinchisi, strategiya va ssenariy 30 ta reels yozib, uni syomka, montaj qilib berib, patluch qiladigan bo'lsangiz, masalan, $500 dan $1000 gacha sotishingiz mumkin bo'ladi, agar yaxshi mutaxassis bo'lsangiz. Uchinchisi, masalan, voronka ulab beraman, garantiya rezultat bilan va 10,000 ta obunachi olib kelib beraman desangiz, u narsani siz kamida $1000 ga sotishingiz mumkin. To'rtinchi yo'lingiz esa bu yerda ssenariy, syomka, montaj, kontent, prograf, sotuv va hokazo all inclusive hamma narsani qilib beraman kompleksingiz. Siz kamida $2000 dan oshuvga sotib bu narsani plus o'shani sotuvdan 40% gacha olishingiz mumkin bo'ladi. 30% dan 50% gacha. Endi qarang, sizda 4 xil yo'lingiz bor. Va O'zbekiston bozorida 30 ta reels olib beraman degan juda ham ko'p odam bor. Lekin 30 ta reels olib berib uni sotib pulga aylantirib beraman deganlar esa yagona bo'lishi mumkin. O'zini bo'lgan misol bor. Bitta psixolog ekspert olganman $1000 ga va sotuvdan 35-40% ga kelishuv qilganman.
Va o'shani kurslarni sotuvini psixologiya bo'yicha men 30 ming dollarga qilganman. 2019-2020-yilda bo'layotgan gap. Va o'sha 30 ming dollardan o'zimning foizim 10 ming dollardan oshuv chiqqan. Bundoq qarabsizki, men o'zimni xizmatimni sotganim uchun 1000 dollar olganman. O'sha narsani kurs sotuvidan esa men yana ustiga дополнительный oradan 1 oy, 1,5 oy vaqt o'tib, men yana qo'shimcha 10 ming dollar olganman. Nima uchun bu yerda ikki xil to'lov, ikki xil pul desiz? Birinchisida men aytaylik Instagram yozish uchun olgan bo'lsam, ikkinchisida esa men o'sha sotuvni oshirib beradigan instrumentlarni qo'llab, varonkalar qilib, prograflar yozib, ssenariylar berib, ya'ni mas'uliyat ko'proq olgan holatda men o'sha yerdan yana 40% gacha daromad olganman va bu summa 10 ming bo'lgan. Ya'ni bu 1000 dollar, bu esa 10 ming dollar bo'lgan. 1000 dollar oldindan olasiz, 10 ming dollar esa natija qilib berganingizdan keyin. 3-qadam sohani tanlash. Bitta narsani biling. Bitta xizmatni ikki xil joyda siz ikki xil narxga sotsangiz bo'ladi. Masalan, men o'zim mana lash maker, pedikyur, manikyur qiladiganlarga xizmatimni masalan 1000 dollarga sotganman. Bu shu bir paytlar. Dietologga esa 3000 dollardan 5000 dollarga sotganman. Psixologga esa 10 ming dollarga sotgan paytim ham bo'lgan. Yana bitta ekspertga esa 50 ming dollarga ham sotganim bor. U haqida sizlar bilan keyinroq gaplashamiz. Ya'ni bir xil xizmatni har xil insonga har xil narxda sotsa bo'ladi. Va buni farqi nima desangiz, hozir men sizga shu narsani tushuntirib beraman. Tasavvur qiling. Masalan, lash makerlarda yoki manikyur, pedikyur qiladiganlarni o'zini o'zi sof daromadi unaqa katta bo'lmaydi. Yoki masalan quruvchilar bor, katta obyektlar quradigan, ularning oboroti juda ham katta bo'ladi, lekin sof foydasi juda ham kam bo'ladi. Ular sizga xohlamasa, o'zi oyiga 2000, 3000 topadigan bo'lsa, sizning xizmatingizga 1000, 2000 to'lov qila olmaydi. O'shaning uchun biz qanaqa odamlarni tanlashimiz kerak? O'sha sof foydasi yaxshi daromad topadigan odamlarga, ya'ni mutaxassislarni yoki ekspertlarning oldiga borishimiz kerak. Va o'shalardan shunaqa biza summa ola olamiz demoqchiman. 1000 dollardan masalan 2000 dollargacha deylik, har oylik to'lov. Masalan, stomatologlarda ham har xil uslugalar bor. Masalan, отбеливание qiladigan bo'lsa, u narsani 100 ming, 100-200 dollarga qilishi mumkin. Bu yerdan sof daromaddan katta bo'lmaydi. Agar u bracket yoki veneer qo'yadigan bo'lsa, u narsa 1000 dollardan 10 ming dollarga tashkil qilishi mumkin va sof foydasi, marjasi o'sha yerda orasida 60-70% bo'lishi mumkin demoqchiman. Va o'sha sof foydasi orqali sizga u kattaroq summa to'la oladi. O'zim 150 ta ekspert bilan 30 dan oshiq sohada ishlaganman. Va lekin hech qaysidan bittasida ham unaqa katta sof daromad, katta marja qoladiganini men ko'rmaganman. U narsa faqat bitta joyda bor. Bitta soha, bitta yo'nalishda bor. Bu infobiznes. Infobiznes bu kurslarni sotuvi. Masalan, o'zim o'qigan Sasha Mitroshini 700 million rubl nalog to'lagan. 700 million rubl tushunish uchun agar biz dollarga chaqadigan bo'lsak, 8-9 million dollar haqida gap ketyapti. U 8-9 million dollar nalog to'lashi uchun uni sof foydasi 50 million dollardan oshiq bo'lishi kerak. Demak, infobiznesda shunaqa insonlar bor, 50 million, 100 million dollar daromad topadigan. O'zbekistonda ham bor. To'g'ri, 50-100 million dollar emas, balki 1 million dollar, 100 ming dollar, 500 ming dollar topadiganlar bor. Men ularni lichni o'zim taniyman va atrofimda bor va o'zim ham shunaqa kerak bo'lsa zapuslik qilganman. Lekin bu narsa haqida ham yana keyinroq sizlar bilan gaplashamiz. Infobiznes eng sof daromadi katta va eng marjinalnilardan hisoblanadi va bu negaligi bo'yicha 3 ta sababi bor. Birinchisi bu yuqori narx kurslarni, ya'ni O'zbekiston bozorida kamida 300 dollardan 1000 dollargacha bo'lgan kurslar bor. Endi to'g'ri shogirdlik dasturlari ham bor, 4000-5000 dollarga o'rgatadigan, bu boshqa mavzu. O'zim ham shunaqa cheklarda sotganman, lekin bozor narxi o'rta holatda 300 dollardan 1000 dollargacha tashkil etadi. Ikkinchisi esa bu rasxodingiz deyarli bo'lmaydi. Bu bo'lishi mumkin sizning daromadingizdan 5% dan 15% gacha. Va uchinchisi esa bu kattalashtirish oson. Ya'ni bor narsani kattalashtirish va tepaga qarab o'sishi juda ham oson. Masalan, любой biznes yoki любой ishda siz nimadir narsani ishlab chiqarish uchun, nimadir qilish uchun rasxodingiz katta bo'ladi. Bu narsani doimiy holatda qilaverasiz. Infobiznesda esa siz bir marta o'sha kurs yozib qo'yib, siz uni xohlasangiz 10 marta, xohlasangiz 100 marta, xohlasangiz 1 oy, xohlasangiz 1 yil, xohlasangiz 10 yil sotishingiz mumkin bo'ladi. Agar bu bilimni eskirmagan bo'lsa. Hiltonda offline konferensiya qilganimda 700 kishiga o'rtacha 30 dollardan bilet sotganman va ularning orasidan 70 tasiga o'rtacha 1,5 ming dollardan kurs sotganman. Uning natijasida o'zimga 120 ming dollarga Mercedes GT mashinasini 21 yoshimda sotib olganman. Realniy katta pul xohlayapsizmi?
unda siz обязательно infobiznesga va Instagramga o'ting. Undan ham qiziqarliroq istoriya bor. Qanaqasiga o'zimni blogimsiz, hech qanaqa vlojeniyamsiz, o'zimni yuzimni hech qayerda ko'rsatmay turib, pardani orqasida $15,000 sof daromad topdim bir oyda. Bu agar so'mga o'giradigan bo'lsa, 200 million so'm haqida ketyapti. Bitta qora jentrani puli. Bitta ekspertim bo'lardi. O'zlari aloqaga chiqqanlar, dietolog. Rossiyada turib, men tushunish uchun O'zbekistondaman. Men bilan bog'lanib, o'zbek ayol $3,000 men o'zimning xizmatim uchun pul so'raganman va meni kartamga $3,000 to'lov tashlab berganlar. Undan keyin esa biz do'g'ri qilganmiz, kurslarni sotuviga 35-40% ga kelishganmiz. Keyin ular O'zbekistonga uchib kelganlar. Biz uni полностью ularni raspakovka qilib, audio analiz qilib, prograf yozib, content strategiyani to'g'ri vebinarlar o'tkazib, webinar o'zidan keyin sotuv ochib, примерно 10-15 kun sotuv bo'lgan, $40,000 dan oshuvga o'sha payt kurs sotuvni zapuskini qilganman dietologiya bo'yicha. Ya'ni ayollarni mana shu vazn tashlash, qorin yo'qotish, sog'liqni to'g'irlash bo'yicha kurs bo'lgan. Mendan oldin ular bu narsa bilan shug'ullanib kelganlar, $10,000 qilganlar boshqa komanda bilan yoki o'zlari. Men bilan esa keyin $40,000 dan oshuv qilib, o'zlariga keyin ketidan BYD mashinasini ham sotib olganlar. Va o'sha yerdan o'zimni 35-40% olgan holatda bu summa $15,000 tashkil etgan demoqchiman. Ya'ni bundoq qarabsizki, umumiy hisobda men xizmatimga oldindan Instagramdan yig'ish uchun $3,000 to'lab olganman. Undan keyin esa oradan 1-1,5 oy o'tgandan keyin kurs sotuv orqali ya'ni $15,000 olganman. Chunki bu yerda bar mas'uliyat ko'proq. Ya'ni siz bir vaqtda ikkita xizmatni ham sotsangiz bo'ladi demoqchiman. Men qilgan ishim bu pardani orqasida qilinadigan ish. Bu infoprodyuser deb aytiladi bu kasb. Mana hamma sekret aynan shu yerda. Infoprodyuser o'zi kim? Infoprodyuser bu zapusk, ya'ni onlayn kurslarga sotuv qilishga yordam beradigan inson va sizni foydangizdan 30% dan 50% gacha oladi. Xohlasa kadr ortida ishlasa bo'ladi yoki kadrda ishlasa bo'ladi. Bu narsaning farqini men sizlarga keyin tushuntirib beraman. Ungacha siz mana shu o'quvchimning natijasini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. O'quvchilar bilan intervyu davom etmoqda. Bugungi mehmonimiz VIP tarifda o'quvchim. Xo'p, o'zingizni tanishtirsangiz, o'zingiz haqida ozgina so'z yuritsangiz, yoshingiz nechida, qayerdansiz, kim bo'lib hozir ishlayapsiz? Assalomu alaykum hammaga. Men ismim O'ronov Nurmuhammad. Men ko'p yildan beri biznes sohasida yurib ishlab kelganman va rahbarlik darajasida. Hozirgi paytda sizga kelishdan oldin biz mebel sexlari va xazasning do'konlar bilan shug'ullanardik. Aslida tadbirkorlik yo'nalishida ishlab chiqarishdi. Bu sohaga kirib kelishimga menga turtki bo'lgan. Sizni birinchi bo'lib ko'rishib qolganimiz va Humo Arenada birinchi bo'lib siz chiqib kelib ko'rib, o'zingiz tushuntirib berganingizda sirazi men qiziqqanman va o'sha paytda o'zida mana shu sohaga qiziqib qolganman. Nima uchun siz kursga yozilishga qaror qildingiz? Chunki siz boshqa sohaning odami edingiz, siz boshqa sohaga kirib keldingiz. Chunki bu sohaga ancha yildan beri shaxsiy brendimni rivojlantirishga qiziqib kelardim. Oldin o'zim o'sha do'konlarimda, sexlarimda videolar olib yurardim. Shu soha bo'yicha, lekin aniq professionalni yondashgim keldi va shu sohani tadbirkorlik nazaridan ham qaraganda kelajagi bor hisobladim va baribir oxirgi sifatda tadbirkorlik ko'proq o'zidan ham ko'ra keyinchalik foydaga chiqish, o'sha narsani oqlashini hisoblab ko'radi va o'shani hisoblab ko'rganimdan keyin men bemalol ko'zim yetdi. Shu o'zimga o'zim shu soha bo'yicha investitsiya qilsam, bemalol uni 5 barobar, 10 barobargacha bemalol yarim yil ichida oqlab olaman degan niyatda bo'lganman. Nima uchun aynan VIP tarifni tanladingiz? Men o'zi birinchi o'chirda shogirdlik tarifini tanladim. Faqat nima bo'ldi? Qiziqishim bo'lsa ham birinchi VIP o'qiy, baribir keyinchalik shogirdlikka o'taman degan niyatda tanladim. Shogirdlik tarifda faqat darslar hisobiga yana ko'proq bilimli bo'lsa, birinchi VIP o'qib chiqsam, qanaqadir o'zim qanchadir bilimim bo'lsa ham Instagram sohada, lekin baribir noldan olib chiqay, shogirdlikka o'tib, yana keyinchalik professionalni yurg'izaman degan, ishlab ketaman degan hisobda. Kursda sizga nima yoqdi, nima yengillik oldingiz? Kursda eng yoqqan jihati menga offlayn bilan onlayn aralash bo'lgani. Offlayn darslarimiz o'sha Get kurs programmalarida professionallik bo'lgani menga juda ham qulay bo'ldi. Yana bitta tarafi gruppada treykerlar nazorati, kuratorlar nazorati va shaxsan o'zingizni
nazoratlaringiz bilan tezroq natijaga chiqish menga qiziq bo'ldi, yoqdi. Boshqa kurslarni sotib olsangiz, qanaqadir boshida ko'proq ishlaydi. Keyinchalik hisobdan oxiriga borib natija qiziq bo'lmaydi. Sizni kursingizni hozirgi paytda men уже o'qib bitiryapmiz. Eng yoqqan tarafi oxirigacha natijaga olib chiqib, даже natijaga chiqmayotgan bolalarni ham davay qilib, tezlashtirib, mana natijaga chiqarib harakat qildirishingiz bo'lyapti. Xo'p, qanchadan beri meni kuzatasiz, taniysiz? Men sizni kuzatishni boshlagan kunimni o'sha kunning o'zida kuzatishni boshlaganimdan beri bir 3 oy bo'ldi. O'sha kurs boshlanishidan bir kun oldin men sizni kuzatishni boshlaganman. O'sha kurs boshlanishidan bir kun oldin sotib olganman. Chunki sirazi ko'rganman, shu soha yoqqan. Siz bilan xudo xolis kelajakda yana ishlab ketaman yoki qanaqadir shu Insa Media komandasiga qo'shilaman degan hisobda ham bo'lgan. To'g'risi aytganda o'sha sirazi sizni kuzatishim bir kun oldin boshlangan. Kursni boshlashimdan oldin. Shunaqa tasodifan zo'r qiziqishib ketganman. Xo'p, nima sizga turtki bo'lgan sabab, что siz именно bu sohani tanlagansiz? Тем более boshqa sohadan o'tib bu sohaga. Bu soha boya aytgandek biznesmenmiz. Hozirgi paytda ikkita biznesim bor. Buni ham qanaqadir boshida o'rganib, shu sohaga adashib kirishib, keyinchalik buni ham prodyusersiga kompaniya ochib, komanda ishlatib yoki qanaqadir sizni komandangizga qo'shilishib, o'zim rakursimni kattalashtirish va har doim men hech qachon o'zimga investitsiya qilishdan qo'rqmaganman. Ko'proq yangi bilimlar olishga harakat qilib kelaman. Yana bitta qo'shimcha tarafi networking yoqadi. Kelganda tanish bilish, o'zimizdan katta opa-singil yoki aka-ukalar bilan ko'proq suhbatlashib, fikr alishib, o'zimizni krugovorimizni kattalashtirishni ko'proq shu tarafdoriman. Siz uchun O'zbekistonda nomer 1 prodyuser kim? Va nima uchun? Hozirgi paytda hech ikkilanmasdan ayta olaman. Siz Mirsaid Mirodilov. Chunki ko'p boshqalarni ham kuzatdim. Qaysidir hisobda ularni hozir kuzatmay qo'ydim. Chunki sizda aniq keyslar, aniq ishlaydigan narsalar va bizga berib kelayotgan bilimlaringizni ham bilsa bo'ladi. Hozirgi paytda nomer 1 siz. Xo'p. Bu kursda qolgan kurslardan ko'ra nima farqi bor? Nima sizga ko'proq yoqdi? Bu kursda eng yoqqan taraf shu qulaylik. Xohlagan paytimizda bemalol dars ko'ra olamiz. Bir xil masalan boshqa ishda ishlab turib ham bu sohada o'qiyotganlar bor. Ular ham kech payt yoki ertalab xohlagan payt shu noutbukini yoki telefonini ochib turib onlayn darsini qila oladi. O'sha GetCourse programma orqali. Lekin keyin yani 5 marta offlayn uchrashuv bo'lsa, shu haftada 1, 2 haftada 1 o'sha vaqtiga qarab, hamma gruppada vaqtiga qarab belgilanadi, o'sha bo'yicha kelinadi. Faqat anaqa emas, ustozlarning fikri emas, bu yoqda gruppadoshlarning ham, kursdoshlarning ham fikri inobatga olinishi va komanda ahilligi va ustoz va trekker nazorati kuchli va yaxshiligi menga rosa yoqdi. Xo'p. Qanaqa qiyinchiliklar bilan, muammolar bilan, og'riq bilan siz bu kursga yozilgansiz? Men eng katta muammo desam bo'lmaydi, eng qiyinchilik bo'lgani o'zim katta biznesmen, tadbirkor bo'lsam ham shu kursga nimadirimdan kechib yozilishga qaror qildim. Chunki undan oldin biznes kurslarida o'qiganman. Bemalol shu 1,5-2 ming dollarlab har oyda o'qirdim. O'zimni biznes yo'nalishimga 15-20 ming dollar o'zimga sarmoya qilib olganman biznes yo'nalishida o'qib. Keyin bu sohaga kirdim. O'sha 850 dollar, 1000 dollar atrofida ketayotgan deganda o'zimni qimmat noutbukim bor edi. O'shani sotdim. Qachonki o'zim yaxshi ko'rib olgan qimmat noutbukim edi. O'shani sotsam, men shunga harakat qilaman. Keyinchalik qanaqadir MacBook yoki o'sha M3lardan eng qimmatidan sotib olaman degan fikr bo'ldi. Chunki undan oldin o'zimni foydamdan, boshqadan xarajat qilardim. Unaqacha rezultat bo'lardi-ku, men kutgandachalik bo'lmas edi. Keyin nimadarimni men sotishga qaror qildim. Bo'lmasa pulim, boshqa hamma narsa bo'lsa ham yo'q dedim. Men qaysidir hisobda nimadir sotsam, nimadirdan ketsam, nimadir ola olaman deb, shuna Malika bozoriga bordim. Necha pulga tortganini sotdim. Kursga shuna to'lov qildim. Va lekin xudo xolisa mana natija 1 oy, 1,5 oy, 3 oylik kurs ichida, hali kursni yarmini o'zida уже bemalol pulimni 2-3 barobar qilib chiqardim. Xo'p, bitta qilib aytganda qanaqa natija oldingiz? Bitta qilib aytganda birinchi natijam o'zi 3x bo'ldi. Sarflagan pulimdan 3 karra pul topdim.
Hozirgi paytda mana kecha yana ikkita ekspert bilan gaplashib keldik. Xudo xohlasa ular bilan ishni boshlaymiz. Bunda общий hisobda hozir 5 ta ekspert bilan уже hozirgi paytda amaliyotda 3 ta ekspertimiz, yana hozir ajdaniyada 2 ta ekspertimiz kutyapti. Bittasi $1000, bittasi $1200, bittasi $1500. Общий hisobda hozir 5000 plus daromad kurs tugatmasdan oldim. Demak, siz kursdan oldin Instagram sohasida, Instagram olamida nol edingiz, daromadingiz ham nol edi Instagram orqali, hozirgi kunda $5000 ga yaqin, to'g'rimi? Albatta. Juda ham hozir o'zimda taassurot kuchli va sizni videolaringizni ko'rganimda oldin har xil odamlar har xil fikr bildiradi, lekin men shu sohaga qanaqadir ishondim. Oldin ko'rardimki, Instagram orqali tezroq pul topsangiz bo'ladi deb. Chunki o'zim biznesmen bo'lsam, bitta joyga $30-40 pul tiksangiz, kamida $3000-4000 olishingiz mumkin. Lekin hozirgi paytda biz $1000 VIP tarifida o'qib turib, $1000 o'zimga investitsiya qilib turib, bemalol $5000 doxodga chiqqanim o'zimga biznesmen taraflama ham bu juda ham katta barobarda, juda katta natija degani-da bu. Shuning uchun bemalol boshqalagan bu kursni maslahat beraman, tavsiya qila olaman. Yosh jihati ham razistasiya, chunki bizda 43 yoshli odamlar ham o'qiyapti, 16 yoshli odamlar ham o'qiyapti. Hech kimda har doim fikri toza bo'lib, natijaga erishishni xohlasa, harakat qilsa, har doim chiqa oladi degan fikrdaman. Bu yerga nima planlaringiz bor? Bu yog'iga xudo xolisa sizga совместный ishlash taklif qilish va xudo xolisa совместный ishlash, qanaqadir hisobda shu sohani eng topoviy insonlardan bittasiga kirish va xudo xolisa unga ustozlik qilishasiz, qarashasiz va bir oy ichida kamida 20 ta ekspert bilan ishlash va zapuskni mana shu yil oxirigacha $1 million zapusk qilish. Xo'p. Bu kursda qanaqa minuslarni yoki kamchiliklarni ko'rdingiz? Minus hozircha men ko'rmadim, chunki shu paytgacha agar men minus ko'rsam, mana bunaqa ekan, to'g'rilab qo'yil yaxshi bo'lardi derdim, lekin minus haligacha ko'rmadim, chunki juda ham professionalni o'ylab chiqilgan. Boshqa kurslarda sotuv bo'limi yaxshi bo'lsa, kurs yaxshi bo'lmas edi, kurs yaxshi bo'lsa, sotuv bo'limi yaxshi bo'lmas edi, yoki qanaqadir jihatda prичиналар bo'lardi. Lekin bu kursda, bu komandada men juda ham professionallikni ko'rdim. O'shaning uchun ham bu sohaga yana ham qiziqishim ortib ketdi. Shunga xudo xolisa keyinchalik men siz bilan ishlasam, boshqa o'zim prodyuserskiy kompaniya ochsam, shunaqa tizimda, shunaqa professionalni yo'lga qo'yish niyatidaman. Xo'p. Topgan pulingizni qayerga sarflamoqchisiz? Topgan pulimni birinchi o'chirda ota-onamga sarflayman, chunki har doim menga eng podeshka bo'lib kelgan ota-onam. Har doim yoshim katta, kichkina bo'lsa ham, uylanganimdan keyin ham, bolali bo'lganimdan keyin ham o'qishdan to'xtamagan deb tavsiya berishgan har doim. Hozirgi paytda birinchi kattaroq foydamni oldin umraga jo'natganmiz. Endi hozir bu safargisi hajga jo'natish niyatim bor. Keyingilarni faqat o'zimga investitsiya va sayohatlar. 3 xil narsaga sarflamoqchiman: ota-onamga, o'zimga investitsiya va sayohatlar. Zo'r. Bu kursni boshqalarga tavsiya berasizmi va nima uchun? Albatta, juda ham katta tavsiya beraman. Hozirgi paytda kim meni Instagramdan ko'rib yozayotgan bo'lsa yoki qanaqadir ko'cha-kuyda tanishlarim so'rayotgan bo'lsa, hammasiga tavsiya qilaman. Даже ular uchun nerealniy bo'lyapti, lekin men uchun realniy, chunki bu sohaga kirib, o'shandan daromad topib bo'ldim. O'shaning uchun ularga tavsiya qilaman. Baribir ularni olib kirish harakatidaman. Yarim yilmi, 1 yilmi sizlarning gapingizni hayot majbur qilganda kirma, hozir kir deb ko'pchilikga aytayapman. Qayerdan topding bu gaplarni deganda, mana shunaqa bizning kursda ustozlar ham aytadi. Обязательно hayot majbur qilganda kirish kerak emas. Har doim o'zing xohlayotsanmi, emotsiyang bo'lyaptimi, emotsiyada bo'lgan paytda qalb gapiradi. O'sha emotsiyangni sotib ol. Hech qachon seni o'sha narsa xafa qildirmaydi deb ko'pchilikka tavsiya beryapman. Обязательно xudo xolisa mana shu keyingi patokka ham tanishlarimga aytib qo'yganman, kelishligi kerak. Xo'p. Xo'p. Bu soha kimga ko'proq to'g'ri keladi? Erkak kishigami, ayol kishigami? 70 ga 30. Erkak kishi ko'proq menimcha shug'ullana oladi deyman, chunki qanaqadir hisobda harakatlari ko'proq. Ayol kishi ham ko'pchilik o'qiyapti kursda, ayol kishilik ham zo'r to'g'ri keladi. Baribir hammani o'zini yo'nalishiga qarab
Mani fikrim bo'yicha 70% erkaklar, 30% ayollarga to'g'ri keladi. Bu sohada nima qiyinchiliklar bor? Bu sohada qiyinchiligi aslida klient bilan til topish bilish va ko'proq mavzularda kuchli bo'lish. Chunki klientga tavsiyalar berish kerak. Оборудованиялар, apparaturalar taraflama yo'nalish qisqa bo'ladi, lekin aslida siz ko'proq o'qigan bo'lsangiz, bilimlaringiz kuchli bo'lsa, ekspert tanlayotganingizda ham o'zingizni bilimingizga mos soha yoki qanaqadir tushadigan odam bilan boshlasangiz, qiyinchilik menimcha tug'dirmaydi. Bir xil o'zi boshqa sohada bo'lib turib, qiziqmagan sohasidagi ekspertni olishi mumkin, u bilan yaxshi ishlab keta olmaydi. Lekin bir xil paytda biz do'konlarimizda ko'proq jinsiy auditoriya bilan ishlaganmiz, ayollar bilan. Hozirgi 3 ta ekspert ham ayol kishida, kosmetolog, vizajist, psixolog. Ular bilan ko'proq chiqishib ketaman-da, chunki oldin ayollar jinsiy auditoriya bilan ishlaganim uchun ularning tilini tushunamiz. Hozir kim nima sohada ishlayotgan bo'lsa, masalan, kursdoshlarimiz bir xil faqat buxgalterlarga yozishyapti. Chunki buxgalterlar bilan qiziqishadi. SMS rasilkani buxgalterlarga jo'natishyapti. Bir xillari faqat qanaqadir psixologga yozishyapti. O'shaning uchun menimcha u ekspertni qaysi ekspert bilan ishlashni o'zi bitta tanlab oladi, o'sha yo'nalishda ketsa hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Suhbat uchun Nurmuhammad rahmat. Keyingi intervyuda ko'rishguncha. 4-qadam bu zapuska bazasi. Infoprodyuser o'zi nima qilishi kerak va hammasini o'zi qilishi shartmi? Va qanaqa o'zi vazifalari mavjud? Bu analiz auditoriya, kurs programmani tuzish yuborish, ssenariy va progressive storiesda butun jamoani yig'ish, kontrol qilish, webinar jarayonlarida ishtirok etish, o'sha narsani tuzib berish, varonkalar qilib berish sotuvga, sotuv ustida balki turish, sotuvlarni o'zi amalga oshirib berish. Keyingisi esa bu reelslarni va kontentlarni tuzib chiqish bo'ladi. Va bu hamma narsa исключительно o'zi har bitta ekspert bilan nima desa bo'ladi, individualniy dogovor asosida kelib chiqadi. Kim nima vazifa o'zi bajaradi va siz o'zi nima xizmatlar ko'rsatyapsiz. Xo'p, bu narsa qiyin deb o'ylaysizmi? Aynan shu narsani qiyin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men sizga kerak bo'lsa 16 yoshli, kerak bo'lsa 45 yoshli o'quvchilarimning natijasini bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi intervyuimiz o'zimning 16 yoshli shogirdim bilan 1 milliard so'mga buxgalteriya sohasida onlayn kurslarni sotuvini qilgan shogirdim bilan suhbat qilamiz. Isroiljon, o'zingizni tanishtirsangiz, nima bilan shug'ullanasiz? Kimni onlayn kursini sotuvini qildingiz? O'zi vobshe ishingiz nimadan iborat? Xo'p, o'zimni tanishtirsam, ismim Isroiljon, familiyam Muhammedov. Shu sohada yaqinda 3 yil bo'ladi, shu sohadaligimga. Va oldin SMMщик sifatida ishlardim. Keyin Xudo xolasa oldingiz kelib, hozir prodyuser sifatida ishlayapman. Yoshim 16 da va buxgalterni zapuslarni qildik. Xudo xolasa 2 ta zapus o'tkazdim. Demak, 2 ta zapuskingizni, ya'ni onlayn kursingiz sotuvi 1 milliardga yaqin bo'ldi, to'g'rimi? Ha, deyarli 1 milliard bo'ldi. Bu 2 ta zapus 3 oy ichida. Xo'p, qachon shogirdlikka o'zi yozildingiz va qanchadan keyin bu o'zi natijaga siz erishdingiz? Xo'p, o'zi noyabrda yozildim, dekabrdan kurs boshlandi va o'sha yanvar oxirida zapus qilib natijaga erishdim. Ya'ni bu degani 1 oyda bo'ldi shunda. Demak, siz shogirdlik dasturiga kelib, o'sha 1 oyda birinchi zapuskingizni necha pulga qiluvdingiz? Birinchi zapuskim $42,000 bo'ldi. Shu kelgandan keyin shu 1 oy ichida birinchi zapuskimni qildim. Xo'p. Qanaqa qilib 16 yoshingizda siz $22,000 sof daromad topdingiz? Xo'p, men shu ekspert bilan ishlardim va zapus qildim. 3 oy ichida 2 ta zapus bo'ldi. Ya'ni zapus degan kursdan, onlayn kursdan sotuvini qildik va bu 1 milliardga yaqin summa bo'ldi. Va bundan men 30% oldim, ya'ni 300 million. Shunda 3 oyda o'zim $22,000 sof daromad qildim. Demak, siz ishingiz kasbingiz prodyuserovание, ya'ni siz qanchalik katta, ya'ni ko'proq onlayn kursi sotuvini qiladigan bo'lsangiz, siz o'sha yerdan 30, 35, 40% olasiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa, ya'ni shu. Prosta bizani YouTube'imizda har xil insonlar ko'radi, kimdir vobshe novichok bo'ladi, kimdir profi bo'ladi. O'shaning uchun baribir shunaqa sodda tilda gaplashganimiz menimcha yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, keyingi savol, o'zingizga bu pulga nima sotib oldingiz? 16 yoshingizda $22,000 sof daromad topish 3 oy ichida bu hammaga emas. Shu pulni nima qildingiz? Nimaga ishlatdingiz? Eng katta asosiy olgan narsam yaqindagina mana kecha o'zimga qora jentira sotib oldim. Necha pulga tushdi qora jentira? Bu menga $15,500 tushdi. $15,500. Demak, qolgan pulni nima qildingiz? $6,000-$7,000? No, endi u yerda ozgina xarajat bor edi va shu o'zimni kundalik xarajatlar boshqa uydagilarga berdim. Zo'r. Isroiljon, nima deb o'ylaysiz? Ustozni insonni hayotda roli qanchalik muhim?
Bu juda ham muhim, chunki masalan men sizga kelib, ya'ni ustozim bo'lsangiz, bir oyda qilgan natijam masalan siz bo'lmaganingizda balkim kelmaganda 1 yilda qilarman, 3 yilda qilarman, balkim umuman qila olmasdirman. Ya'ni bu vaqt taraflama yutildi. Demak, ustoz bo'lsa ham birinchidan xatosiz, ikkinchidan tezroq o'sha natijaga erishsa bo'ladi. Demak, любой investitsiya agar siz miyangizga qiladigan bo'lsa, o'sha narsani siz okupat qila olasiz. Nima deb o'ylaysiz? Qimmat degan tushuncha bormi? Qimmat degan tushuncha yo'q, ya'ni odam qachon qimmat deydi, u qanaqa qiymat olishini tushunmaganda. U qimmat degan tushuncha, masalan, kimdir 10 ming dollar xayoliy katta summa qimmat degan narsa kelishi mumkin, lekin kimdir masalan menga kelib turib qora yangi Gentra 10 ming sotaman desa, men uni olaman, chunki men bilaman ertaga uni 15 mingga sotib 5 ming dollar foyda qila olaman. Ya'ni bu nima degani, ertaga odam pulni ko'paytirishiga, qoplashiga ishonsa, bu qimmat bo'lmaydi menimcha. Ya'ni siz hozir bilimni xuddi как mashina bilan solishtirdingiz-da, tovar bilan, to'g'rimi? Ha, xuddi shunaqa. Ya'ni men siz kursingizni 3,5 ming dollar sotib olgan bo'lsam, keyin men 10 ming, 15 ming dollarga, ya'ni daromadga chiqdim, bu menga bemalol qopladi degan. Xo'p. Tak, nima uchun siz mana bundan oldin ko'p kurslar o'qigansiz? Mana O'zbekistonda taniqli insonlarda 10 ta 15 ta, lekin kursda shuncha o'qigan bo'lsangiz ham daromadingizni 1,5 ming dollardan oshira olmagansiz va siz har oylik topayotgan pulingiz 1,5 ming bo'lgan. Nimani hisobiga keyin siz botga kelib, natijasi x 10 barobar o'stirdingiz. Chunki siz boshqalarda o'qigan bo'lsangiz ham, demak, boshqa odamlar ham sizga как ustozlik qilgan, yo'l yo'l ko'rsatgan, savolingizga javob bergan, bilim bergan. Nima uchun siz aynan botga kelib shu daromadingizni 10 barobarga ko'tara oldingiz? Nimani hisobiga? Xo'p, o'zi birinchi soha ham unaqa katta daromad qilsa bo'ladigan soha emas deb o'ylayman. Ya'ni SMM, masalan, prodyuserlik patologiya qanchalik katta zapus qilsa, shunchalik katta daromad qilsa bo'ladi. Sabab shu. Va ikkinchisi, keyin qanaqa kursda o'qigan bo'lsam, 300-400 dollarlik kursda bo'lgan, ya'ni shogirdlik bo'lmagan, ya'ni individual ishlash, o'zi umuman faqat dars o'rgatish emas, individual ishlash, uni rivojlantirish bo'yicha bo'lmagan deb o'ylayman. Demak, kurs bilan shogirdlikning farqi bor. Ha, oddiy masalan, просто kurs dars ko'rgandan ko'ra, как ustoz bilan shogirdlik tartibida ishlagan baribir boshqa deb o'ylayman. Ya'ni offlayn zanatiyalar bo'lgan hisobiga, razborlar bo'lgan hisobiga, to'g'rimi? Ha, xuddi shunday. Xo'p. Xo'p, sizga yana bitta savol bor, внеплановый. O'zi SMM bilan prodyuserovaniyada nima farqi bor? Xo'p, masalan, SMM bu biznes bilan ishlash, masalan, bu bo'lishi mumkin kafe, restoran, qanaqadir uslug ko'rsatgan agentство va bu biznes baribir patolog bo'ladi, masalan, qaysidir miqdorda bo'lsa ham. Shaxsiy brend bo'ladigan bo'lsa, bu masalan mutaxassislar, ya'ni shaxslar bilan ishlash, masalan, bu bo'lishi mumkin psixolog, dietolog, buxgalter va bu yoqda umuman patolog yo'q. Nega patolog yo'q? Chunki masalan, bu yerda o'zingiz harakat qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz masalan zapus qila olasiz. 50 ming dollardan ko'p zapus qila olmaysiz degan narsa yo'q. Undan ko'p qancha ko'p qiladigan bo'lsangiz, uni ham va siz prodyuser sifatida meni ham daromadim shunchalik oshadi va patolog bo'lmaydi. Demak, xizmat ko'rsatishda siz aytishingiz bo'yicha SMMda masalan siz kimdirga xizmat ko'rsatsangiz, u yoqda 1,5 ming dollar topa olasiz. Shaxsiy brend zapus qilib prodyuserovaniyada esa siz shaxslar bilan ishlaysiz, ularning onlayn kursini sotuvini qilganingiz hisobiga siz o'sha yerdan protsent olasiz, demak, to'g'rimi? Ha, xuddi shunaqa. Xo'p. Ishingizga nima kiradi? O'zi nimadan iborat u? Qanaqa jarayon bo'ladi? Qanaqasi o'zi o'tda pul topiladi? Nimani hisobiga u zapus deyiladi? Nimani hisobiga 50 ming, 60 ming katta summalar haqida gapiryapsiz? Hop, masalan, bunga dietolog misol qilib oladigan bo'lsak, masalan, ko'pchilik odamlar ozmoqchi bo'lishi mumkin. Masalan, 100 ta odam konsultatsiya olmoqchi deylik, bunga dietolog fizik, ya'ni offlayn ulgurmaydi. Buni kurs qiladigan bo'lsa, masalan, o'rtacha 100 dollar kurs narxi va masalan 500 sotadigan bo'lsa, o'sha 50 ming dollarlik kurs sotadi degani. Ya'ni men 100 dollardan 500 ta odamga sotsa, 50 ming dollar onlayn kurs sotuvi bo'ladi. Ya'ni shu qanaqa kurs haqida gap ketyapti? Masalan, dietologda. Masalan, bu bo'lishi mumkin, qanaqadir 5 kilodan 15 kilogacha ozdirishni odamlarga o'rgatish mumkin va odamlar shuning uchun men ozaman deb kurs sotib oladi. Va 50 ming dollarlik masalan zapus bo'ladigan bo'lsa, prodyuser, ya'ni men o'tdan 30-35% o'zim ulushimni olaman. Va menda bunaqa ekspertlarda masalan 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'ladigan bo'lsa, o'sha meni yaxshigina daromadim bor va patolog yo'q degan. SMM deb bo'lsa bunaqa bo'lmaydi. Tushundim. Xo'p. Bu zapus summasi qancha bo'ldi? Necha kun vaqt va qancha xarajat ketdi? Xo'p, bu zapus o'zi umuman 3 oy vaqt oldi. 3 oyda biz 75 ming dollarlik sotuv qildik. Va ketadigan xarajatlar birinchi zapuskumda 1200 dollar ketdi, ya'ni reklamniy budjetga. Ikkinchi zapuskumda bo'lsa 3 ming, 3,5 ming dollar xarajat ketdi. Shunda birinchi zapuskum 42 ming dollarlik zapus bo'ldi, ikkinchisi 32 ming, 33 ming dollarlik zapus bo'ldi. Xo'p. Qanaqa infopovod qildingiz va bu qanchalik o'zi sizga yordam berdi? O'zi infopovod o'zi nima? Qanaqa infopovod qildim? Men masalan buxgalter ekspertimda aytdim, ya'ni o'zim bepulga o'zimga ikkita shogird tanlab olaman va ularga 30 kun ichida, ya'ni noldan masalan uyda o'tirgan ayol 30 kun ichida buxgalteriyani o'rgatib, daromadga olib chiqaman deb aytildi. Ya'ni shu infopovod. Va biz shuni 30 kun ichida progress kurs berdik. Noldan qanaqa o'rgatildi, ishlaldi va 30 kun ichida daromadga chiqildi. Va bu yerda men nimani ko'rsatib bera oldim? Noldan uyda o'tirgan ayol 30 kun ichida buxgalteriyani o'rganib daromadga chiqsa bo'ladi. Va shuni
vebinariga uladim. Ya'ni odamlar tushunadiki, masalan 30 kun ichida mana noldan o'rganib daromadga chiqsam bo'lar ekan degan narsani isbotlab berdim. Va shu infopovod bo'ldi va bu zapuskim summasi oshishga ham ancha yordam berdi deb o'ylayman. Ya'ni как challenge qildingiz, to'g'rimi? Noldan kimni tanlab, odamlarning ko'zida как isbot bo'lish uchun, odamlar ishonchiga kirish uchun siz shu narsani ko'rsatib berdingiz. Realniy misol bilan isbotlab berdim. Endi ko'pchilik bu narsaga masalan aktyorlar oladi, to'g'rimi? Ko'pchilik masalan levi ish qilishi mumkin. Sizdacha qanaqa bo'ldi? Ochchasi ketadigan bo'lsangiz. Ochchasi ketadigan bo'lsam, biz o'sha o'zani auditoriyasiga e'lon qildik va qanaqa tanlab olindi, nimaga men sizni aynan tanlab olishim kerak, buxgalteriya qanchalik qiziqasiz deyildi. Savol yozildi va ekspert o'qib chiqib o'zlari shaxsan tanladilar va begona odam bo'ldi. Xo'p, o'zi zapusdan siz qancha kutuvdingiz? O'zi zapusdan men boshida kelganimda 100 ming dollar qilaman dedim. Keyin o'sha kirib, o'sha zapusga realni qaragandan keyin 60 ming, 70 ming qilaman dedim. Bundan ozgina kamroq bo'ldi. 42 ming dollarlik zapus bo'ldi yani. Siz nima qildingizki, что sizni сразу birinchi zapuskingiz muvaffaqiyatli bo'ldi? Chunki ko'pchilik zapusni birinchi marta qilayotgan bo'lsa, proval bo'ladi. Nima uchun sizda shu narsa o'xshab ketdi? Hop, buni asosiy sababi nima deb o'ylayman? Ya'ni ustozim siz to'g'ri o'rgatgan bilimlaringiz, o'sha o'zingizni sinovingizdan o'tgan narsalar, shablon strategiyani ishlatganim uchun bo'ldi deb o'ylayman. Ikkinchisi esa ekspertdan baribir yaxshi tajribasi bor bo'lgani uchun ham deb o'ylayman. Keyingi zapusga rejalaringiz qanaqa, maqsadlaringiz qanaqa? Shu haqida ozgina so'z yuritsangiz. Hop, keyingi zapusda men nima planim bor? Birinchi arzonroq kurs sotish, ya'ni odamlarning ishonchiga kirish, masalan, buxgalteriyadan daromad qilsa bo'ladi. O'shani birinchi qilib turib, keyin qimmatroq kurs sotib va umumiy 100 ming dollardan oshiq zapus qilish niyatim bor, xudo xohlasa. Sizga nima xalaqit berdi zapusni bundan ham kattaroq qilishga? Hop, birinchi nima deb o'ylayman? Baribir birinchi zapus, masalan, ko'pchilik jalb qilgan taqdirda ham hali birinchisi bo'lsa, boshqa bo'lsa, auditoriya ham ishonmasligi mumkin. Ya'ni masalan, ikkita zapus qilib hamma o'quvchilar natijasini ko'rsatib bergandan keyin yanada odamlar to'liq o'qishi mumkin. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab esa buxgalteriyada baribir auditoriya torroq deb o'yladim. Chunki masalan buxgalter bo'lmoqchi bo'lganlar kamroq, o'sha ham ozgina ta'sir qildi deb o'ylayman. Menimcha hammaga qiziq bo'ladigan savol, nima uchun sizda birinchi zapuskingiz ikkinchi zapuskingizdan ko'ra kattaroq bo'ldi? O'zi navbat teskarisi bo'lishi kerak-ku. Birinchi sabab, eng asosiy sabab nima deb o'ylayman? Ikkinchi zapuskimda ro'za edi. Baribir odam auditoriyani o'sha quvvati kam, ro'za ham ta'sir qildi deb o'ylayman va yana ikkinchi zapus ustiga ekspert ham sog'liqlari yaxshi bo'lmadi, chunki energiya ham qanaqadir ma'noda kamroq bo'ldi. Yana bitta sabab, o'sha auditoriya borgan sari qimmatlashib boryapti. Masalan, o'sha 1,5 oy oldin qilgan zapuskimda tushgan masalan auditoriya narxi 1,5 oydan keyin 2 barobar qimmatlashib ketdi. Yangi podpисчикlarni jalb qilish aytyapsiz, to'g'rimi? Demak, hozirgi insonlar shu intervyuni ko'rayotgan hozirgi kundan уже o'zini Instagramni yurg'izishi shart. Ha, masalan, o'sha zapus hozir 1,5 ming dollar ketadigan bo'lsa, 3 oydan keyin 3 ming dollar bo'lib ketishi mumkin-da. Ya'ni hozirdan harakat boshlagan ancha arzonroq tushadi deb o'ylayman. 1,5 ming 3 ming bu demak targetga, reklamaga pul tikish aytyapsiz, to'g'rimi? Xo'p. Kurslarning qiymati qanchalik rol o'ynaydi deb o'ylaysiz zapusklarda? Ya'ni именно produkt berayotgan bilim, kurs sifatli bo'lishi kerakmi yo sifatsiz bo'lsa ham sotilaveradimi? Bu juda ham muhim deb o'ylayman, chunki baribir odamlarga taklif beriladi, masalan, uni natijaga chiqishiga kafolat berish kerak va hozir o'sha odamlar ham bilib qoldi, masalan, sifatsiz kursdan olishmayapti, chunki kurslar hozir ham juda ham ko'payib ketdi. Hamma kurs sotsa zo'r pul bo'lar ekan-da, bu sifatsizda ham yoki ekspert bo'lmagan influencer bo'lsa ham kurs sotishyapti-da o'sha. Baribir sifatli bo'lgan, baribir ancha zapus proval bo'lmasligiga yordam beradi deb o'ylayman. Zapusda qaysi qismda ko'proq qiynaldingiz, qaysi joyda esa umuman qiynalmadingiz? Hop, birinchi qiynalgan asosiy narsam progress deb o'ylayman, chunki baribir qanaqadir men tabiatda unaqa ijodkorlik yo'q, shuning uchun progressda qiynaldim. No, baribir siz bo'lganingiz uchun, siz shablonlaringiz bo'lgani uchun, siz yordam berganingiz uchun bu yerda ham amalladim. Umuman qiynalmagan tarafim esa target deb o'ylayman. Birinchi zapuskimni targetni o'zim yoqdim va qiynalmadim, arzon tushdi. Ya'ni oldin ham target yoqqanim uchun bu menga ancha qo'l keldi deb o'ylayman. Zapus qilmoqchi bo'lgan insonlarga qanaqa maslahat berasiz? Hop, zapus qilmoqchi bo'lganlarga birinchi o'zi avval o'sha 45 kun kamida shaxsiy brendni zo'r yuritishi, keyin baribir targetga alohida byudjet ajratishi va uni 1,5 mingdan kam qilmaslikka maslahat beraman. Chunki masalan ko'pchilikni ko'rdim, auditoriyasi katta bo'lsa, auditoriyaga ishonib targetga tikmayman, o'sha auditoriya bilan qilaman deb proval bo'lganlarni. Ya'ni baribir auditoriya katta bo'lsa ham kamida 1,5 ming targetga byudjet ajratish kerak deb o'ylayman. Masalan, targetiga 1,5 ming dollar pul tikadigan bo'lsa, yangi auditoriyani qanday miqdorda jalb qiladigan bo'lsa, o'shandan minimum va maksimum necha pul sotuv qilsa bo'ladi O'zbekiston bozorida hozir. Hozirgi kunlar haqida gaplashadigan bo'lsak. Xudo xohlasa agar masalan ekspert boshqa kurs taklif yaxshi bo'ladigan bo'lsa, minimum 10 ming dollar. Endi maksimum u qanaqa bo'lishiga ham bog'liq. Masalan, men o'zimda o'sha 1,5 ming, почти 1,5 ming ishlatib 42 ming qildim. Menimcha 50 mingga ham qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p.
Zapusda ekspertni roli qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Chunki hozirgi kunda bilasiz, ko'p ekspertlar ko'payib ketgan, ko'p prodyuserlar bilan ishlagan hisobiga kelib, hamma aybni prodyuserga to'nkashni yaxshi ko'rishadi. O'zi вообще roli qanaqa ekspertda Zapusda? Ekspert roli ham katta, chunki masalan qanaqadir daromad haqida yoki natija haqida gapiryapti, ekspert yaxshi gapira olmasa, o'ziga ishonmasa, yaxshi gapira olmasa, bu ham baribir auditoriya ham biladi, shu zapus pravar bo'lishiga, summasi kam bo'lishiga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Ya'ni shu sohada ekspertligi bilimi bo'lishi kerak. Masalan, o'zi aytayapti, masalan, $1,500 natijaga olib chiqaman deyapti. O'zi ham kamida masalan 5,000 topish kerak, o'zi shu natijaga chiqqan bo'lishi kerak-da. O'zi shu narsaga ishonishi kerak. Xo'p. O'zi umuman Zapusda sotuv otdeli o'rni qanaqa? Sizda esa sotuv otdel qanaqa ishladi? Chunki hozirgi kunda o'zimda ham shunaqa muammo bor, sotuv otdel deyarli yo'q. Xo'p, sotuv otdeli ham o'rni juda ham muhim deb o'ylayman. Chunki masalan, zaявкаga kelyapti, siz auditoriyani jalb qilib beryapsiz, lekin sotuv otdeli masalan yaxshi gaplashmasa, vaqtida javob bermasa, baribir zapus pravar bo'lishiga sabab bo'ladi. Mani birinchi zapuskumda qanaqa bo'ldi? Masalan, sohadan sotuvchi emas, ya'ni bitta dona sotuvchi ishladi, to'g'risini aytsam $42,000 zapusda. Yo'q. Keyin u yerda qanaqa bo'ldi? Sotuvchi emas, ya'ni buxgalteriyadan xabari bor odam qo'yildi va shuning uchun ancha yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni buxgalteriyadan gapirib, o'sha mijozga ham yaxshiroq yechim bera oldi deb o'ylayman. Ikkinchi zapusda esa biz mashinniklarga uchrab qoldik. Yaxshi, biz bilganimiz vaqtlar bo'ldi va ulardan olib boshqa sotuv menejerlar qo'yib, u yerdan ham chiqib ketdik. Xo'p. Shu kursingiz o'zi onlayn bo'ldimi, offlayn bo'ldimi? Birinchi savol, ikkinchi savol esa mana shu kursi darabotkasida programmasini улучшение qilishida, ya'ni yaxshiroq bo'lishda siz ham ishtirok etdingizmi yoki siz maqsadingiz faqat progress qilib zaявка olib berib bo'ldimi? Birinchi savolga javob bersam, birinchisi endi tariflarga qarab, asosiy qismi onlayn bo'ldi. Ya'ni 3 tarif bo'lsa, birinchi qismda 100% onlayn, ikkinchi qismda ya'ni masalan kamroq, ya'ni masalan 80%, 20% offlayn, ya'ni masalan haftada bir marta kelinadigan, uchinchi qism bo'lsa shogirdlik bo'ldi, ya'ni 100% offlayn. Bu yerda kamroq odam olib ko'proq ishlanadi. Ikkinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, albatta men ham produkt ustida maksimal ishlashga harakat qildim. Chunki masalan faqat ekspertlik degan bo'lsa, faqat sohadan gapiriladi-da. Ammo uni upakovka, o'zi umumiy kurs nomini qo'yish, masalan, super buxgalter deb qo'yilgan. Bu yerda ham qasddan qanaqadir ma'no bor. O'qiyotgan odam ham super buxgalter bo'lar ekanman, zo'r buxgalter bo'lar ekanman deb ham shunga ham ishonadi deb o'ylayman. Baribir ekspert plus prodyuser birga produkt ustida ishlaydigan bo'lsa, zo'r bo'ladi deb o'ylayman. 1 yil oldin shunaqa natija qilishingizga o'zingiz ishonarmidingiz? To'g'risini aytsam, yo'q. Ya'ni SMMda bo'lsa, men bunaqa zapus qilishi, ya'ni $50,000 sotuv qilishi, foiz olishi, masalan, faqat fiksga ishlab yuraman deb o'ylaganman. Foiz olish, masalan, bunaqa narsani bilmaganman. Shuning uchun bunaqa narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylardim. Xo'p. Bu sohaga kirmoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Agar masalan bu sohaga qiziqadigan bo'lsa, faqat kirib, yaxshi ustoz ushlab, o'zi harakat qilib, bosish kerak. Bu yerda yaxshi pul topsa bo'ladi, xudo xohlasa zamonaviy kasblar orqali. Endi intervyuimizni yakuniga keladigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, 16 yoshli oddiy oiladan chiqqan bola 1 milliard so'mga 3 oyda onlayn kursi sotuvini, ya'ni zapuskini qilyapti va 16 yoshda 3 oy ichida $22,000 sof daromad topyapti va o'ziga $15,500 ga qora jentra sotyapti. Bu natija haqida siz nima deysiz? Agar siz ham shunaqa natija erishmoqchi bo'lsangiz, xohlasa tez kunda shogirdlikni 4-potok, ya'ni 4-dasturi ofitsialni ochilmoqda. Agar siz oldindan ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga telefon qilsangiz bo'ladi yoki Telegramda menejerga yozsangiz bo'ladi. Va shu YouTube pastida sayt qoldiraman. Shu sayt orqali ro'yxatdan o'tsangiz, menejer sizlar bilan bog'lanishadi. Siz o'zingizning fikringiz, Isroil, insonlar nima uchun ustoz tanlash kerak? Nima uchun aynan bozorda ko'p mutaxassislar, hozir ko'roz ko'p prodyuserlar ko'payib ketdi. Nima uchun imенно bo'lib kelib o'qish kerak va qanaqa natijalar bilan chiqib keta oladi? O'zingiz tavsiya bera olasizmi? Yoki o'zingiz qaytadan o'qigan bo'larmidingiz? Albatta tavsiya qilaman, chunki ko'rib turibsiz natijalar zo'r, xudo xohlasa. Masalan, bu ustoz roli katta, chunki masalan, men siz balkim uchratmaganimda kelmaganimda o'sha $1,500 oyga topib yurardim masalan, balkim. Bu baribir yaxshi ustozni ushlab, shu sohada bosish kerak deb o'ylayman. Xudo xohlasa hammaga tavsiya qila olaman bemalol. Bu yog'iga masalan shu sohadan shuncha pul topganman, ya'ni reinvestitsiya, ya'ni shu sohaga qaytarib investitsiya qilib turib, bilimimni oshirib, yana daromadimni oshirish niyatim bor. Ya'ni o'sha o'zingiz birga bir shogirdligingiz bor, xudo xohlasa, shunda ham o'qish niyatlarim bor. Asosiy maqsadlarimdan bittasi.
Молодец, zo'r. Hammaga rahmat bu intervyuni ko'rganingiz uchun. Agar sizlarda Isroiljonga yoki menga ana shu savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Kommentariyada yozsangiz yoki Instagramga obuna bo'lsangiz, xudo xolisa hamma savollarga javob berishga harakat qilaman. Ko'rganingiz uchun rahmat. Kuningiz xayrli va barakali o'tsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 5-qadam esa bu jamoa yig'ish. Tabriklayman. Yaxshi yangilik. Birinchi $10,000 kurs sotuvini zapus qilish uchun sizga jamoa kerak bo'lmaydi. Vложение kerak bo'lmaydi, hech qanaqa risk qilish kerak emas va jamoani qidirib yurish shart emas demoqchiman. Vложениyasiz zapus qanaqa bo'ladi u sarmoya desangiz, elementarni sizlarga tushuntirib beraman. Birinchisi bu Reels syomka yoki montaj qilish uchun oddiy iPhone'ni, oddiy telefonni o'zida ham qilsangiz bo'ladi. Professional оборудование, kameralar, vohmali narsalar kerak emas. Keyingisi esa yoki professional operator kerak emas. Ikkinchisi stories program yozasiz va joylaysiz. Uchinchisi esa bu webinar, bepul dars o'tkazish YouTube'da. To'rtinchisi esa bu sotuv qilish. Bularning hech qaysiga siz дополнительный jamoa qilishi shart emas. Agar siz zapuskingizga $5,000 dan $10,000 gacha qilmoqchi bo'lsangiz, agar siz o'sha yirikroq zapus qilmoqchi bo'lsangiz, da o'shunga jamoa kerak bo'ladi, lekin bu haqida siz bilan sal keyin gaplashamiz va buni birma-bir tushuntirib beraman sizga. Xo'p. Bu yerda yana bitta o'quvchi natijasini sarmoyasiz qilgan holatda, ya'ni vложениyasiz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. O'quvchilar bilan intervyu davom etmoqda. Xo'p, bugungi bizning mehmonimiz qanaqa ta'rifdaligini aytolmayman, chunki bu o'zim ham Dvoyudni akam bo'ladilar. O'zingiz haqingizni tanishtirsangiz, yoshingiz nechida, bundan oldin nima ish bilan shug'ullangansiz? Assalomu alaykum. Men ismim Jasur, yoshim 27 da. Shaxsiy brendga o'tishdan oldin bank sohasida ishlaganman 3 yil davomida. Ya'ni 40 kun bo'ldi, shaxsiy brend sohasiga o'tdim. Xo'p. Kursda sizga nima yoqdi, nima yangiliklar oldingiz? Kurs juda yaxshi tuzilgan. Ya'ni faqat teoriya emas, praktikalarda ham ko'rsatilgan. Hamma kuratorlar shaxsan o'zining nazoratining ostida, ya'ni tez natijaga chiqdim. Xo'p. Kursdan oldin nech pul daromad topardingiz? Hozirgi kunda aynan shu sohada noldan turib necha kunda nech pul topdingiz? Ya'ni kelishimdan oldin oylikni o'zini aytadigan bo'lsam $600 atrofida, undan tashqari ham o'zimning ishim bor. Bu yoqqa kelgandan keyin, ya'ni 40 kun ichida $5,000 ishlab topdim. 3 ta proyektda. Qanaqa ekspertlarni yurg'izasiz? Nima sohada? Angliskiy, vizajist va rus tili. Xo'p. Bu kursda qanaqa minuslarni ko'rdingiz? O'zi bu sohaga boshqa sohadan o'tganingizdan keyin qiyinchilik bo'ldimi yo'qmi? Qiyinchilik boshida bo'ldi. Endi odamni o'zidan zavisit qiladi hamma narsa, tez o'rganishi, anaqasi o'zidan zavisit qiladi. Ya'ni qancha cho'zsa bu narsani orqaga qarab ketaveradi. Ko'p o'quvchilarda chetdan ko'rinadigan bo'lsa, hamma o'zini ustida ishlamaydi va oxir oqibat savol tug'iladi. Nimaga boshqalar natijaga chiqyapti, men natijaga chiqmayapman. Hammani odamning o'zidan bog'liq. Xo'p. Bu yerga nima planlaringiz bor? Planlarimiz juda katta. Ya'ni bu Instamedia shaxsiy brendi juda katta holding kompaniya qilishga. Siz bu kursni boshqa odamlarga tavsiya bera olasizmi? Va nima uchun kimlar bu soha bilan shug'ullana oladi? Ha, albatta. Ya'ni savol tug'ilishi mumkin. Nimaga aynan bu inson, ya'ni Mirsaid o'zini shaxsiy brendini zapus qilib boshqalarga o'rgatmoqchi? Bozor juda katta. Ya'ni ikkita odam yoki shaxsan buni o'zi bu narsani boshqara olmaydi. Shuning uchun o'z bilimini bo'lishyapti. Masalan, sizlar ham bu narsani olsanglar, O'zbekistonda hali bu soha rivojlanmagan, endi rivojlanib boryapti. Yaqin yillar ichida juda katta потребность bo'ladi bu narsaga. Ya'ni hamma o'zini eksperti shaxsiy brendiga ega bo'ladi. Xo'p, bu kasb kimlarga ko'proq to'g'ri keladi? Ayollargami, erkaklargami? Necha yoshdan necha yoshgacha shug'ullansa bo'ladi? 16 yoshdan kichkina bolalarga men maslahat bermagan bo'lardim, chunki hali ularda razvitsiyasi juda yosh. Ayollarga ham, erkaklarga ham bu narsa to'g'ri keladi. Endi ayollarda endi masalan semeyniy положенияsiga qarab qanchalik ruxsat berishsa, ishlayversa bo'ladi, zarar qilmaydi. Xo'p. Bu sohada qanaqa qiyinchiliklarni ko'rdingiz? Qiyinchilik yo'q. Bu yerda qo'l mehnati nima desa bo'ladi? Qo'l mehnati ila ortiqcha harakat yo'q, faqat miyani ishlatish, o'zini grafikini, ekspertlik grafikini bekorga ishlatmaslik. Vaqtini to'g'ri taqsimlab berish kerak hammani. O'zini ish vaqtini ham, ekspertni ham natijasiga yetkazish uchun hamma narsani to'g'ri taqsimlash kerak. Shu yil oxirigacha qanaqa maqsadlaringiz bor? Maqsadlarim sir bo'la qolsin.
Xo'p, nimaga pulingizni ishlatmoqchisiz? Yil oxirigacha Li9 Max mashinasini olmoqchiman. Bu sohaga kelganingizdan keyin necha kundan keyin hayot tarzingiz o'zgarishni boshladi nimalarga erishdingiz puldan tashqari? Puldan tashqari men oldin haqiqatda O'zbekistondan chetga chiqmaganman, chetga chiqib keldim. Ya'ni Vyetnam Phuket ostroviga borib keldik dam olishga. Shaxsan o'zim bilan. Ya'ni pul topish anaqasi bilan pul topish o'zgardi. Hayot tarzi. Bizda bankda sferada ishlaganman, 3 yil ishlagan bo'lsam, 2 yil 11 oy asabbuzarlik bilan o'tgan, 1 oylik sodiq. Salomat bo'ling. Bir savol bor. Beriling. Bering. Ko'rasiz mana shu kasb kelajagi, misol bank asrlar o'sha eskidanda bank sohasi. Bu amaliyotdan o'tgan. Aytaylik, o'tmishdan qarab qaraydigan bo'lsak, kelajagi bor soha. Bugundan qarasak ham kelajagi bor-da bank. Bu yangi soha. Hali kimdir tajribaga o'tkazib, aytaylik bir 10 yillik, hatto 10 yillikni kesib o'tgani yo'q-da bu yo'nalish. Endi buni hozir biz baralla kasb deyapmiz, o'zi kasbmi? O'zi kasbmi? Radioga paydo bo'lgan paytda hamma hobbi derdi-da. Radioga hamma hobbi sifatida qaradi. Bu ham hozir masalan kino rejissor uchun, aktyor uchun hobbi. Hobbida lekin bunda olib qarasa oilalar boqilyapti. Ana kino ololmagan narsalarga bu orqali erishilyapti. Bu kasb bu. Bu kim nima desa desin kasb. Bu lekin kelajagi qanaqa? Bu kamerani o'chirgan holda aytib beramizmi? Yo'q. Keyin kamerani o'chirib javob beraylik. Ya'ni Akmal aka, bizda bank sohasida shunaqa bo'lgan. Har tomonlama endi bilmadim. Men rahbar sifatida ishlaganman, lekin katta korxonada emas. Ya'ni rahbariyatingiz tomonidan sizga hamma narsa udobstva, ilojligi, masalan, har taraflama imkon qilib berishsa, siz masalan o'sha joyda ishlaysiz. Men to'g'ri aytaman, bankka bugun ham, ertaga ham bu o'lmaydigan soha. Masalan, shaxsiy brend bu narsani biz bilmaymiz qancha davom etishini, ya'ni 10 yilmi, 5 yilmi bu narsani biz bilmaymiz. Lekin odamlar masalan oddiy misol 1 yilda topadigan pulni bu yerda 1 oyda topsa, siz bu narsani ya'ni o'sha 5 yil ichida tezroq rivojlantirib, o'zingizni производство или ishlab chiqarish, или katta bir korxonaga yuradigan sohaga vложение qilib, ya'ni 30-35 yoshingizdan keyin siz уже спокойнейroq жизньga o'tishingiz kerak. Ya'ni men bilmadim, kim sizni yoshingiz katta, men masalan yoshim kichkina, siz mendan bari 10 yil oldinda o'ylaysiz-da. Lekin men o'zim ishlayni ham shunaqa. Bir 35 dan keyin odam уже спокойнейroq ishga o'tish kerak. Men что aytmayman bu soha yana bir 30 yil, 40 yil davom etadi demayman, chunki internet info sohasi juda tez o'zgaradi. Yetib olib ulgura olmaysiz-da, har kun nimadirlar chiqadi, nimadir yangiliklar chiqadi. Bu maksimum 10-15 yil ichida men o'zim maqsadim shunaqa, uzog'i 40 yoshgacha ishlab, u yog'iga keyin спокойнейroq ishga o'tmoqchiman. Ya'ni bizda eskitdan bor, ya'ni biza adalarimiz, onalarimiz, ili yosh kattalar bor. Yoshlikdan pensiyaga chiqishni o'ylashadi-da. Pensiyaga chiqishadi, maksimum qancha 2 million pensiya olishadi-da. Birinchidan u yoshga yetamizmi yo'qmi, uni Alloh biladi. Ungacha biz qanchalik tezroq harakat qilib, masalan 40 dan keyin ham masalan oyiga masalan 5 ming, 10 ming topadigan sohaga vложение qilib, o'sha yerdan faqat doxodimizni olib yotishimiz kerak. Masalan bizda ham bor, men o'zimni ishdan tashqari ham ozgina doxodim bor, shunaqa bo'lgan. Hozir ham bor, oyiga 500 ming dollar kelib turadi. Menga o'sha narsani men sal ko'paytirmoqchiman. Ya'ni bundan 5 yil, 10 yildan keyin ham masalan oyiga 10 ming dollar kelib tursa, tam arendadan ili nima desa bo'ladi. Qanday ishlab chiqarish, kichkina kattaroq zavodga ham qanaqadir vложение qilsa, o'sha yerdan bizga ko'proq doxod olib kelib turgan yaxshi.
man adam ham onam ham adam zam hokim должностьda ishlaganlarda и 50-55 yoshda уже qo'llariga oq tushgan, уже asablari ancha ketib bo'lgan u narsani. Ha, u narsani davlat sferasini yomon demoqchi emasman, lekin ko'p asab ketib qoladi u yerda. Yana bitta narsa. Hozir bu yo'nalish частныйda, частный sektorning ishi bu. Bu ketishda bunaqangi katta miqdordagi pul aylanmasi va hokazo bu ob'yomga bizni davlat qarab turmaydi. Asta-sekin boshlandi davlat aralashuvi. Davlat aralashuvi degani bu hatto nazorat va ertaga o'sha siz oldin faoliyat yuritgan bank kabi, umuman budjet tashkilotlari kabi bankchalik, maktabchalik masalan bo'lmasa ham asta-sekin baribir o'zini ramkasiga ega bo'ladi-da soha ham. Xalq to'g'rimaydimi? No, biza davlat tomonlama anaqasini qilmasa, ya'ni bir xil soliq to'lamaydi. Har xil aylanma yo'llar bilan anaqani o'tishadi. Ya'ni davlat bilan kelishib ishlashmaydi. Masalan, bizaga har tomonlama tadbirkorlarga yoki bloger sohasiga, ya'ni info sohasiga hozir dostуп berilgan, faqat me'yordan oshirib o'rnasligi uchun. Lekin hamma masalan dohodidan yoki anaqasini solig'idan bekitmay, hamma narsani to'g'ri davlat qo'ygan talablari bo'yicha biz ishlaydigan bo'lsak, ya'ni undan chiqmaydigan holda, ya'ni bizaga imkon qilib berishadiki, bizaga anaqa qilishmaydi. Yemagan somsamizga pul to'latishmaydi bizada. Jasur aka, intervyu uchun kattakon rahmat. Keyingi intervyularda ko'rishguncha Salomat bo'linglar. Rasxod va dohodlar o'zi qanaqa bo'linadi? O'zi agar 30% dan 50% gacha olinsa, bu o'zi qanaqa qilinadi? Zapusk yopildi, ya'ni sotuv ochildi, sotuv yopildi. Undan keyin umumiy общий summasi chiqdi. Masalan, sizga 150 ta odam $100 dan kursingizga to'lov qilgan bo'lsa, bu umumiy hisobda $15,000 tashkil etyapti kurs zapusk. $15,000 dan masalan sizni $2,000 reklamni xarajatlaringiz, $1,000 esa jamoaning xarajatlari bo'ldi deylik va umumiy hisobda sizni qo'lingizda sof $12,000 pul qolyapti, sizni yoki ekspertizda. O'sha yerdan agar misol sifatida siz 30% dan 50% gacha pul oladigan bo'lsangiz, bu degani siz $4,000 dan $6,000 gacha sof daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin hamma narsani bilasizmi? Plus minusi bor-da. Minusi bilasizmi nima bo'lishi mumkin? Что sizni prosta ekspertiz uxlatib ketishi mumkin-da, pulga kiydirib ketishi mumkin, chunki u pul bilasizmi, oldin ekspertning qo'liga tushadi, undan keyin esa sizga u narsani bo'lib beradimi, bo'lib bermaydimi yoki aldab yuboradimi yo'q, bu narsani siz tekshirishingiz kerak bo'ladi. Umumiy hisobda bu $100,000 dan oshishi mumkin u sherb, lekin buni yechimi bor. Yechimi bilasizmi? Prosta ular bilan to'g'ri do'g'ri tuzishni bilish kerak bo'ldi. U uchun nima hozir biz borib uni ham o'qiymizmi yoki yuristga rasxod qilamizmi, advokat olamizmi, u bo'lsangiz, yo'q, u narsani qilish shart emas. Chunki hozir mana ochilayotgan Instagram va pul kursimga men именно masha razdelni, ya'ni отделni qo'shib olman, как bitta modul qilib, qanaqasiga to'g'ri do'g'ri tuzish bo'yicha. Undan keyin da siz qatqidur borib bu narsani qonunlashtirish uchun mayda-chuyda rasxodingiz bo'lishi mumkin. Masalan, $30 dan $100 gacha bo'lishi mumkin. O'shanda sizni hech kim uxlatib keta olmaydi, chunki sizni to'g'ri do'g'ringiz bo'ladi qo'lingizda. Endi tasavvur qiling, ma'lum siz уже bir darajaga chiqdingiz. To'g'rimi? Siz уже kattalashingiz keladi. Jamoa topgingiz keladi. To'g'rimi? O'sha jamoa sizda kimlardan iborat bo'lishi kerak desa, men sizga hozir hammasini birma-bir sanab beraman. Birinchi o'rinda bu operator kerak bo'ladi, video syomka qiladigan. Ikkinchisi esa bu montajyor kerak bo'ladi, video montaj qilish uchun. Uchinchisi esa bu fotograf kerak bo'ladi, fotosessiya o'tkazish uchun. To'rtinchisi esa bu stories maker kerak bo'ladi, storieslarni qo'yish uchun, joylash uchun, оформление qilish uchun. Beshinchisi esa bu dizayner kerak bo'ladi, oblochkalar yasash uchun yoki vebinarga prezentatsiyalar qilish uchun. Oltinchisi esa bu mobilov kerak bo'ladi, oddiy telefonga syomka qilish uchun. Yettinchisi esa bu prodyuser, ya'ni prodyuser kerak bo'ladi. 8-inchisi esa bu ssenarist kerak bo'ladi. Ssenariylar yozilgan. 9-inchisi bu targetolog, reklamalar yoqadigan. Buni o'zingizdan o'zingiz listat qilsangiz, lentadan o'zingizdan o'zingiz reklama chiqib keladi. Shu narsani nastroyga qiladigan inson kerak bo'ladi. 10-inchisi bu project manager, komandani boshqaradigan yoki vazifalar beradigan, deadline tekshirib oladigan va hokazo. Ya'ni 10 tadan 15 tagacha odam kerak bo'ladi. Va hammasini siz boshqarishingiz kerakmi desangiz, men sizga uni ham hozir bitta-bittalab tushuntirib beraman. Xo'p. 6-chi qadam esa bu mijoz ekspert topish. Mijoz deymizmi, ekspert deymizmi, ikkalo bitta narsa bu sohada. Xo'p, qanday ekspertlar bilan o'zi ishlash kerak?
kamida obunachisi 10 mingta bo'lgan inson bilan va storiesini kamida 1000 ta odam kuzatadigan. Agar siz shunaqa ekspert olsangiz, siz aniq muvaffaqiyatli zapus qilishingiz mumkin bo'ladi. Chunki elementarni uspешный zapus deganda men 10 ming dollardan yuqoriroq bo'lgan summani nazarda tutyapman. Xo'p, kim bizani mijozimiz yoki ekspertimiz? Bu bo'lishi mumkin psixolog, diyetolog, tadbirkor, o'qituvchi, fitness trener, doktorlar, beauty sferada kosmetolog, vizajist, tadbirkorlar va hokazo. 100 dan ortiq sohalar mavjud demoqchiman. Va любойni направленияsi halol bo'lsa, siz Instagramda yurg'ishingiz mumkin yoki kurslarni sotuvini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi demoqchiman. Xo'p, endi qarang. Masalan, bu yerda biz har bitta insonni masalan xizmat konsultatsiyasini olaylik va kurs bilan birga solishtiraylik. Psixolog oldiga yoki dietolog oldiga odamlar borsa, konsultatsiyasida masalan u bir kuni uzoq 3 ta 4 ta 5 ta odam olishi mumkin va o'sha narsani 500 ming so'm qilsa ham kuniga uzoqdan 1 million masalan daromad topishi mumkin bo'ladi. Kursda esa siz bir vaqtda o'zida kerak bo'lsa 100 ta, kerak bo'lsa 1000 ta odamni o'qitishingiz mumkin bo'ladi. Va bu degani siz qisqa muddat ichida, kichkina vaqt ichida kam harakat bilan katta pul topsangiz bo'ladi va ko'p odamga foyda bersangiz bo'ladi demoqchiman. Xo'p, nima uchun ularga o'zi infoprodyuser kerak? Nima uchun ular o'zligi qila olmaysiz? Birinchisi, o'zligi qila olmaydi bu narsani. Chunki bu ham alohida bir kasb. Ikkinchisi esa buni vaqti yetmaydi. Chunki unga o'zida uyda qilayotgan narsalari yoki ishxonasida qilayotgan narsalari unga ma'qulroq. Uchinchisi esa o'zi qilgisi kelmaydi. Normal ekspert, normal mutaxassis undan ko'ra o'sha vaqtni, o'sha narsasini o'zining sohasiga ketkazadi, o'zining ishiga. Xo'p. Ekspert topish qiyinmi desangiz, конечно же yo'q. Nechta O'zbekistonda shunaqa bloger yoki mutaxassis ekspertlar bor, Instagram 10 mingtadan oshiq obunachisi bor. 10 ming emas, 100 mingdan даже ko'p bo'lsa kerak adashmasam. Va har bitta odamga bemalol ekspert yetadi. Sanab ko'ring, O'zbekiston o'zida 1000 ta odam storiesini ko'radigan nechta bloger, mutaxassis ekspertlar bor. Juda ham ko'p. 100 ta emas, 1000 ta emas, 100 minglab bor. Va hammaga ekspert bor degani, hamma bu orqali pul topa oladi degani. Masalan, o'zim 2021-yil stories mahvati 2000 ta bo'lgan payti 100 ta odamga 300 dollardan produkt sotganman. 30 ming dollar bu tashkil qilgan. Ya'ni bu degani 2000 tadan 5% odam sotib olgan degani, agar 100 ta bo'ladigan bo'lsa. Va bu narsani hamma qila oladi. Asosan siz agar bugungi shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz va eng asosiysi bu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bemalol bu yerda o'quvchimni yana bitta natijasini ko'rsangiz bo'ladi, aynan mijozni topganlik bo'yicha. Hammaga assalomu alaykum. O'quvchilar bilan intervyu davom etmoqda. Bugun bizning mehmonimiz o'zimning shogirdlik tarifda o'quvchim. Hop, o'zingizni tanishtirsangiz, yoshingiz, ismingiz, nima bilan shug'ullanasiz, qanaqasiga bu yerga tushib qoldingiz, kelib qoldingiz? Ismim Sabina, yoshim 20 da. Talabaman, 2-kursda o'qiyman. Bu sohaga Instagram orqali qiziqib kelib qoldim. Nima uchun bu kursda o'qishga qaror qildingiz? Hozirda offline biznesdan ko'ra online biznes aktual bo'layotgani uchun shu kursda o'qishga qaror qildim. Chunki ko'p o'rtoqlarimda ham ko'rdim, SMM sohasida offline biznesga qaraganda ko'proq daromad topishmoqda. Shuning uchun ham shu sohani tanladim. Xo'p, nima uchun siz birdaniga eng qimmat tarifni tanlashga qaror qildingiz? Tushunishim bo'yicha siz Instagramda 0 edingiz. Eng qimmat tarifni tanlashga qaror qilganim asosiy sababi onlayn darslarni o'qituvchisiz o'rgangandan ko'ra kimdir bilan mana o'qituvchi boshchiligida o'rgangan yaxshiroq samara beradi deb o'ylayman. Kursda sizga nima yoqdi, nima yengilliklar oldingiz? Kursda hammasi yoqdi, hamma darslar yoqdi. Instagram orqali daromad topish yo'llarini umuman qiziqmagandim daromad topish yo'llariga. Bu daromad topishni bor deb ham o'ylamagandim. Instagram orqali daromad topsa bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin kursni o'qib bo'lib ishondim, Instagram orqali daromad topsa bo'lar ekan. Qanchadan beri meni kuzatasiz, taniysiz? 5 oydan buyon kuzataman. Sizga nima turtki bo'ldi? Eng asosiy sabab imенно bu sohani tanlashga? Bu sohani tanlashga asosiy sabab shu o'zimning shaxsiy daromadim bo'lishini xohladim. Shuning uchun ham shu sohaga kirdim. Nima deb o'ylaysiz, agar bitta odam masalan bu sohani tanlaydigan bo'lsa, kecha 0 bo'lib turib, 3 oydan keyin millioner bo'la oladimi, yo'qmi? Ha, bo'la oladi. Men o'zim misol daromadim 0 bo'lgan. Hozirda o'zim o'ylamagan, o'zim buncha pul topaman deb o'ylamagan daromadga chiqdim. Zo'r. Xo'p, siz uchun O'zbekistonda nomer 1 именно prodyuser kim deb hisoblaysiz? Instagram olamida daromad o'rgata oladigan odam. Nomer 1 prodyuser siz deb hisoblayman, ya'ni ustozim, chunki
kurs davomida xohlagan savolimga javob ola oldim. Birorta savolim javobsiz qolmadi. Xo'p, bundan oldin qanaqa kurslarda o'qigansiz? Bundan oldin onlayn kurslarda o'qimaganman. Birinchi kursim, birinchi ustozim sizsiz. Zo'r. Xo'p, qanaqa imенно muammo bilan, qanaqa og'riqlar bilan meni oldimga kelgansiz? Imенно bu kursga yozilgansiz. Og'riqlar deb bo'lmaydi. Qiz bola bo'lganim uchun ota-onamni bergan pullari bilan yashaganman. O'zim rivojlanish xohlab, men Instagramda ko'p qizlar rivojlanganini ham ko'rib, rivojlanish xohlab shu kursga yozildim. Daromadim bo'lishini, o'zim shaxsiy daromadim bo'lishini xohladim. Hozir qanaqa natijangiz bor? Hozir 3 ta ekspertim bor. 2 ta psixolog, bitta ingliz tili o'qituvchi. Har bitta ekspertdan necha pul olasiz? Ikkitasidan 1,5 mingdan, bittasidan $1000. Demak, siz kursdan oldin daromadingiz $0 edi. Hozirgi kunda necha pul? Hozirgi kunda $4000. Hozirgi kunda siz $4000 daromad topasiz. Siz qanchada bu natijaga erishdingiz? 0dan turib. 0dan turib 1,5 oy ichida erishdim. Hali kursimiz tugagani ham yo'q. Xo'p, qanaqa qilib birinchi mijozingizni topdingiz? Birinchi mijozimni Instagramda rasilka orqali, ya'ni ularga taklif bilan chiqdim. Taklif berib, keyin ular bilan bog'lanib, shartnoma tuzib ishlashni boshladik. Bu yerga nima planlaringiz bor? Bu yog'iga mart oyida psixolog va ingliz tili o'qituvchini zapuskini qilaman, Xudo xohlasa. Kattaroq summaga, ya'ni $100,000, $150,000lik zapusk qilishni maqsad qilyapman. Gap yo'q, zo'r. Xo'p, o'zingiz topgan pulingizni qayerga sarflamoqchisiz? O'zim topgan pulimni yana bilimga sarflamoqchiman, chunki bilim olib kamayganim yo'q. O'zim rivojlansam, daromadim oshishini bildim. Shuning uchun yana bilimga sarflayman, keyinchalik oilamga. Zo'r. Xo'p, bu kursni boshqa odamlarga tavsiya berasizmi? Qanaqa toifadagi odamlar bu kursda o'qish kerak? Hammaga tavsiya beraman. Hozirgacha ham 3-4 ta yaqinimga tavsiya berdim. Ular meni Instagramda daromadimni ko'rib, rivojlanayotganimni ko'rib, ular ham qiziqishdi shu sohaga. Hamma o'qisa bo'ladi. SMM sohasidan kirib kelsa ham bo'ladi bu sohaga, 0dan kirib kelsa ham bo'ladi. Daromadga chiqa oladi. Xo'p. Kimga bu kasb ko'proq to'g'ri keladi? Ayollargami, erkaklargami? Ayollarga ham, erkaklarga ham to'g'ri keladi. Necha yoshdan necha yoshgacha bo'lish kerak? 16 yoshdan bo'lsa yaxshiroq deb o'ylayman. Xo'p, necha yoshgacha? Yosh chegarasi yo'q, o'zida xohish bo'lsa bo'ldi. Bu sohada nima qiyinchiliklar ko'rdingiz? Qiyinchiliklar ko'rmadim. Onlayn kurslar ham zo'r yozilgan, xohlagan savolimizga javob oldik. O'zimda proyektlarimda qiyinchiliklar bo'lsa, siz orqali javob oldim hammasiga. Bo'ldi, bo'lmasam suhbat uchun rahmat Sabina. Keyingi intervyularda ko'rishguncha. Qanaqasiga esa mijoz yoki ekspert topish bo'yicha men o'zimni Instagram va pul kursimda alohida modul shu yerga qo'yib qo'yganman. U yerda bir necha darsliklar bor. Mijozni topish, unga sotish, xizmatingizni to'g'ri taklif qilish, hamma narsa o't A do'ya, ya'ni A dan Z gacha u yerda mavjud demoqchiman. Ya'ni 7-qadamga ham yetib keldik. Bu masshtabирование, ya'ni kengayish. Endi qarang. Bitta narsani qilish mumkin emas o'zi. Ya'ni bu xuddi oylikdan oylikgacha yashashdiki, bu yerda ham zapuskdan zapuskgacha yashash. O'shaning uchun har doim kimdir bilan ishlayotganingiz siz oldindan to'lov oladigan bu xizmat ko'rsatishingiz bo'ladi. Masalan, xizmat ko'rsatishingizga siz $2000 misol sifatida oladigan bo'lsangiz, masalan, $1000 dan $2000gacha har bitta odamdan siz buni masalan o'zingiz yurish turishingizga, yeb ishingizga, yo'l kiringizga, unga bunga rasxodlaringizga ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Kerak bo'lsa qolganini olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi bu har bitta insonni o'zini rasxoddan kelib chiqib. Qolgan narsani esa zapusk qilayotganingizda, ba'zi zapuskga masalan 1 oydan 2 oygacha vaqt kerak bo'ladi-yu, zapuskingiz tugagandan keyin esa mana bu yerda o'zingiz rasxodlaringizni kontrol qilib, zapuskdan o'sha kattaroq daromadga yechib, kattaroq narsalarga investitsiya qilib, kattaroq narsalarni xarid qilsangiz bo'ladi. Masalan, uy bo'lishi mumkin, mashina bo'lishi mumkin, sayohatli va hokazo. Va bu narsani siz bir marta emas, bitta odam bilan emas, balki 3 ta, 4 ta, 5 ta odam bilan bir vaqtda qilish imkoni ham bor demoqchiman. Lekin men sizga bitta narsani sirini ochaman. O'zim bir vaqtda 35 ta, 40 ta ekspert bilan ishlaganman. Bu O'zbekistondagi eng menimcha katta rekord bo'lgan. O'shaning uchun har doim aytaman, shu O'zbekistondagi eng yirik, eng katta prodyuserlik markazi asoschisiman va hamma tomonlama juda ko'p joyda rekord qilganimni aytaman va bekor Instagramda infoprodyuser nomer 1 deb yozilmagan. Chunki o'zini vaqtida 2020-2023 yilda
juda katta statistikalar bo'yicha rekordlar qo'yganmiz o'zimiz jamoa bilan birga. Chunki jamoamda 50 tadan 70 tagacha bo'lgan xodim ishlaydi. Bu narsani tushunishingiz uchun. No bu narsa o'sha alohida tarix. Hozirgi payt masalan o'zim o'quvchilarim yoki sizga nima maslahat beraman, 3 tadan 5 tagacha bo'lgan ekspert bilan ishlash, sifatni yo'qotmaslik uchun va minimalniy количество ekspertlar maksimalniy sotuv qilishingizni tavsiya beraman. O'shani fokusingiz ham bitta joyga qaratilgan bo'ladi. Xo'p, itogiy plan qanaqa? Birinchi qadam bu xizmatni sotishni o'rgandingiz va boshladingiz. Ikkinchisi esa bu birinchi $1000 dan $2000 daromadga chiqdingiz. Bu degani siz o'zimni Instagram va pul kursimni pulini 2 baravarga chiqazib, oqlab, yana ustidan foydada qoldingiz degani. Uchinchisi esa bu birinchi $10,000 zapuskingizni amalga oshirdingiz. To'rtinchisi esa katta zapuskka 3 ta 4 ta ekspert mijoz qidirasiz va shu narsani pakruga qaytarasiz va bu natijasi esa kattalashib boradi borgan sari. Xo'p. 7 ta qadam xulosasi o'zi nimadan iborat? Masalan, birinchisi bu ba'zi zapuskni tushishingiz kerak va bu sohani. Ikkinchisi esa bu 3 tadan 5 tagacha mijoz ekspertga sotishingiz kerak xizmatni. Uchinchisi esa eng zo'rini tanlab 30% dan 50% gacha zapuskka do'gur qilishingiz kerak. To'rtinchisi esa unga $500 dan 20 ta odamga qanaqadir infoprodukti, kursi sotuvini amalga oshirib berishga yordam berishingiz kerak bo'ladi. Bu degani siz birinchi $10,000 zapuskingizni sotuvingizni qildingiz degani. Beshinchisi esa o'zingiz sof $3,000 dan $5,000 gacha bo'lgan daromadingizni o'sha joydan yechib olib olishingiz kerak bo'ladi. Oltinchisi esa xuddi shu narsani vaqt bilan, ustoz bilan, jamoa bilan, ekspertlar bilan takrorlashingiz kerak bo'ladi va bu narsani qayta qilishingiz kerak bo'ladi. Va yana bu yoqda yana bitta o'quvchimni natijasini ko'rsangiz bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. O'quvchilar bilan intervyu davom etmoqda. Bugungi mana mehmonimiz intervyuda bu o'zim o'quvchim bo'ladi. 12 yillik bayet. Xo'p, o'zingiz haqingizda tanishtirsangiz. Yoshingiz nechida, nima bilan shug'ullanasiz, qanaqasi bu kursga kelib qoldingiz? Ismim Dilmurod. 12 yildan beri sambo sport turi bilan shug'ullanaman. Kurashchiman. Bu sohadan normal summa topmaganimdan keyin juda ham ko'p o'ylovlar bosgan. Baribir kelajak haqida, yaxshi daromad qilish, yaxshi yashash haqida. Keyin bir akam bo'lardilar. Psixolog. Keyin u kishi aytgan, shu soha juda ham zo'r, sizni tavsiya qilgan. Instagramingizga kuzatganman. Shogirdlardan natijalar zo'r. Keyin srazi sizni kursingizga yozilishga qaror qabul qilganman. Nima uchun imенно bu kursni tanlagansiz? Birinchi o'rinda bir akam sababli, sizni bunda katta hissangiz bor, chunki natijalar realni ko'rsatilgan emas. Shuni hisobiga men sizdan kurs sotganman. Nima uchun aynan VIP tarifni tanlagansiz? Eng kerakli va juda ham ko'p foyda olsa bo'ladigan tarif shu deb o'ylaganman. Kursda sizga nima ko'proq yoqdi? Nima yengilliklar oldingiz? Kursda вообще tushimga kirmagan bilimlarni oldim, to'g'risi gap. Juda ham zo'r bilimlarni oldim, realni. Normalniy summalar qilsa bo'lagan, shuni ham tushunib yetdim. Qanchadan beri meni kuzatasiz, taniysiz? Sizda zeta 1 oy deylik. 1 oydan beri. Xo'p, nima sizga turtki bo'ldi, sabab bo'ldi aynan shu sohaga kirishga, shaxsiy brend zapuskka? Birinchi o'rinda baribir hamma ham yaxshi yashashga harakat qiladi. Mablag' tomonlama, daromad tomonlama birinchi navbatda bo'lgan. Ikkinchisi qiziqib borganman, sizni ko'rganman, siz bergan ma'lumotlar bilan qiziqishni boshlaganman. Va bu sohaga kirganimdan keyin realni qiziqish bo'ldi, juda ham yoqdi o'zimga. Shu sababli yana kirib ketyapmiz sohaga. Siz uchun O'zbekiston nomer 1 prodyuser kim va nima uchun? To'g'risini aytaman, bilmasdim. Kuzatish boshladim. Sizni kursingizni olgandan keyin kuzatdim, hammani kuzatdim, e'tibor berdim, kimda nima kuchli tomonlar bor, hammani kuzatdim. Ko'rib kelyapman, gap yo'q. Sizda plyus tomonlar juda ham ko'p. Sizni bilaman. Bundan oldin boshqa kurslarda o'qiganmisiz? Yo'q. Bu birinchi kursingiz. Zo'r. Xo'p, qanaqa qiyinchiliklar bilan, muammolar bilan bu kursga keldingiz? Boya aytgandek, birinchi o'rinda daromad, qiyinchiliklari. Qanaqa natija oldingiz? Boyagi savolga qaytsak, Instagramda umuman bilimim bo'lmaganligi uchun odamlarning profilini yanada rivojlantirib, o'zimnikini ham rivojlantirib, ommaga tanitib, yanada taniqli bo'lish uchun ham desam bo'ladi. Muammoim shu sababli kelganman. Natija? Qanaqa natija oldingiz bu kursda? Natija
daromaddan gapiraymi yoki o'zim natijamdan gapiraymi? Bu yoqdanmi, bu yoqdanmi? Daromaddan gapiradigan bo'lsak, 4 ta ekspertim bor hozirda. $850 daromadim $3000 ko'p. Juda ham o'zimga yoqib ketyapti. Juda ham ko'plab bilimlar olganman. Bilimlarim oshib ketyapti kundan kunga. Shuni hisobiga yaqinda Xudo xolasa o'zim akkauntimni ham boshlayman. Xato qildim, surib yetarlicha bilim oldim o'zim akkauntimni ham yurg'izishga. Natijam shunaqa deb bilamanki, normalniy kelajakda ekspertlarni ham o'zimni ham normalniy ko'tara olaman Instagramda deb o'ylayman. Bu yerga qanaqa planlaringiz bor? Planlarim kami 100 ming zapus qilish, $100,000 hozircha bu. 100 mingga zapus qilish, yanada ko'proq ekspert olish, komanda qilish kelajakda sizdek bo'lish deylik. Xo'p, bu kursda qanaqa minusli, kamchiliklar ko'rdingiz? To'g'risini aytaman, hali kamchilik ko'rganim yo'q. Xo'p, qatga o'zingiz pulingizni sarflamoqchisiz. Tushunishim bo'yicha siz kursdan oldin $0, hozirgi kunda esa $3000 daromad topdingiz, kurs hali tugamadi, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, qatga sarflamoqchisiz shu pullar? Bu pulni albatta yana o'zimga investitsiya kiritmoqchiman, yana bilimimga. Zo'r. Xo'p. Bu kursni boshqa odamlarga tavsiya berasizmi? Nima uchun? Qanaqa toifadagi odamlar bu kursda o'qish kerak? O'zini prof darajaga keltirib, Instagramda yanada daromadini 2x, 10x darajaga chiqarmoqchi bo'lganlarga polni tavsiya qilaman. Erkak va ayol hammaga. Bu sohada kim ko'proq shug'ullanish kerak? Ayollarmi, erkaklarmi? Bu soha erkak ayol tanlamaydi deb bilaman. Yoshchi? Yosh ham tanlamaydi. Ya'ni necha yoshdan necha yoshgacha ishlasa bo'ladi? 10 yoshda shu narsaga farosat olib ketadigan bo'lsa, 10 yoshda ham bemalol olib ketsa bo'ladi deb o'ylayman. Хорошо. Xo'p, bu sohani nima qiyinchiliklari bor? Bu sohada nima qiyinchiliklari bor? O'tirib, o'ylab, o'z ustida rivojlanish bilsa, boshqa undan boshqa qiyinchiliklari yo'q. Xo'p, intervyu uchun rahmat, Dilmurod aka. Keyingi intervyularda ko'rishguncha. Sizga ushbu natijalarni qilish uchun bor yo'g'i 3 ta narsa kerak. Birinchisi bu polniy A dan Z gacha zapusklarni sxema va sistemasini o'rganishingiz va bilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa bu tayyor instrument va shablonlardan har bitta zapuska qadamini bilib olishingiz kerak va qo'llashingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi esa bu professional praktik ustoz bo'lish kerak, чтобы siz xatosiz o'sha natijaga tezroq kelishingiz uchun. Va bu hammasi Instagram va pul kursimda bor. Ya'ni Instagram orqali 0 dan 2000 daromadgacha bor yo'g'i 2 oydan 3 oygacha bo'lgan muddatda chiqish. Bu narsani keyin davomi ham bo'ladi. Shu uchun aynan shu YouTube mavzusi qanaqasiga 0 dan $5000 daromadgacha 6 oydan 12 oygacha chiqish mumkin bo'ladi. Siz birinchi bo'lib esa 0 dan 2000 gacha qadamni bosib, undan keyin zapuska углублённый fokusingizni berib, undan keyin yanada daromadingizni ko'paytirish bo'yicha yana sirlari bor demoqchiman. Ya'ni Instagram pul kursidan keyin ham yana yangiliklar Xudo xolasa bo'ladi. Bitta men unaqa aqlli emasman. Ya'ni meni o'zim ustozlarim bor. Men juda katta joylarda o'rganganman, juda katta pullarga maslaga yetdim. Masalan, Sasha Mitroshidan yetdim, uni yetdim, buni yetdim. Bu yerda qarabsizki, millionlab dollar topadigan odamlar bor. Agar biz bu narsani O'zbekistonga moslashtiradigan bo'lsak, bu narsa nimadir narsalar ishlamasligi mumkin yoki qana joyda daromadi kamroq bo'lishi mumkin. Lekin shu narsa ham sizga yetib ortadi demoqchiman. Va bularni hammasi o'qiganim uchun ideal produkt yaratganman. O'shaning uchun Instagram va pul kursi boytamay sizlarga gapirib yotibman demoqchiman. Chunki hammasini o'qib, odamning bari praktikasi, ilmi bo'ladi bu narsa orqali va boshqa o'quvchilar natijasini ko'rgandan keyin avtomatik bu nima uchun sizda o'xshamaydi degan savol встречный berilishi mumkin bo'ladi. Yuqori natijalar bor, kimdir BMW olgani bor, kimdir Gentra olgani bor, kimdir Malibu sotib olgani bor, kimdir uy olgani bor, kimdir sayohat qilgani bor, kimdir katta daromadga chiqqani bor. Bunaqa natijalar masalan juda ham ko'p. Va sizning miyangizda aniq tarakallar bor. Bu juda ham qiyin. Men ekspert mijoz topa olmayman. Katta raqobat, meni vaqtim yetmaydi, pulim yo'q, u ustimdan kuladi. Bu birinchi darajali narsa emas. Bu uchun taniqli yoki bilimli bo'lishingiz kerak. Lekin bu hamma narsa miyangizdagi tarakalni o'ldirish uchun men sizga bu yoqda yarim soatdan ko'p so'z yuritib, shu narsalarni tushuntirib berdim. Agar siz miyangizda tarakalni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, shaxsan o'zim bilan, jamoam bilan 0 dan $2000 daromadgacha 1 oydan 2 oygacha bo'lgan muddatda chiqmoqchi bo'lsangiz va mijozlarni topish bo'yicha alohida siz modullarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sotuvlarga, shunchaki eshitmasdan harakat qilishga tayyor bo'lsangiz, unda esa bu videoni yana oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga hali kimlar bor yo'g'i bitta xizmatim $50,000 sotganimni aytib beraman. Xo'p, kurs o'zi kimlar uchun? Absolutno novichoklar uchun, kim bu sohada umuman bilimi, tajribasi bo'lmasa, blogerlar uchun, boshlang'ich prodyuserlar uchun,
va eng asosiysi ekspertlar ham uchun. Agar siz o'zingiz sohangizda mutaxassis bo'lsangiz, siz prodyusersiz, kerak bo'lsa o'zingiz Instagramga sug'ib zapis qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Va hech kimga 35-40% bermaysiz. Bu bitta gap bilan ham mutaxassislar, ham prodyuserlar, ham ekspertlar uchun demoqchiman. No, vasdan bu novichoklar uchun, Instagram bo'yicha umuman deyarli ilmi, bilimi yoki daromadi yo'qlar uchun demoqchiman. Aynan sizga tez natijaga olib chiqish uchun men ushbu narsalarni qo'shdim. 35 tadan 50 tagacha dars bo'ladi, minimalni 1. Ikkinchisi esa bu kuratorlar bo'ladi, ya'ni mendan tashqari sizga savolingizga javob beradigan insonlar bo'ladi. Uchinchisi bu mehmon spikerlar bo'ladi, ya'ni mendan tashqari boshqa spikerlar ham so'zga chiqadi. Bu hammasi onlayn bo'ladi. Ikkinchi, to'rtinchisi esa bu gaydlar bor. Beshinchisi yopiq chatda har xil galso chatda o'tkazishimiz mumkin. Oltinchisi bu siz unutilmaydigan kutmaydigan bonuslar ham bor. Xudo xolasa balkim nasib qilsa offlayn uchrashuv ham qo'shib beramiz. Instagram shuning uchun Infobiz bu o'zi vaqt mashinasi. Boshqalar 10 yilda bosib o'tadigan yo'li, masalan, ko'rasizki 30 yoshda hali ham avtobus yurgan bo'ladi yoki haligacha endi 500 dollar daromad topayotgan bo'ladi. Boshqalar 10 yil ichida bosib o'tadigan yo'li siz bor yo'g'i 1 yilda bosib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Chunki 22 yoshimgacha nima yutuqlarga erishganimni shu yerda bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu hech qanaqa sir emas. Instagramda hamma yoqda bu narsani aytaman. Va sizda umumiy hisobda ikkita yo'l bor. Birinchisi bu hozir hech narsa qilmaysiz, o'sha eski yo'lingizni, eski hayotingizni davom ettirasiz. Hozir qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa yashayverasiz. Lekin borgansizda daromadi joyida turadi, rasxodlaringiz kattalashaveradi. Chunki yillik inflyatsiya bor. Masalan, 13% dan 15% gacha pul qadrsizlantirishi bor. Keyingisi esa narsa bu 24 soat rasxod qilasiz, 8 soat esa pul topasiz. Yangi hayot 2025-yilda oxirida o'sha 2026 ga qarab ketyapti. Onlayn kasblarda trend bo'layotganlarga kirib, o'rganib yaxshi daromadga ega bo'lasiz. Agar siz Toshkent shahardan bo'lsangiz 0 dan 2000 gacha daromadga chiqasiz. Agar siz viloyatdan bo'lsangiz, o'sha 2026-yilda boshida siz o'zingiz viloyatingiz bu soha bo'yicha nomer 1 bo'lishingiz mumkin. Nomer 1 esa buni orqasida juda ko'p narsa yotadi demoqchiman. Va har qanday sharoitdagi insonlar uchun aynan men 3 ta tarif qilganman. Ya'ni standart, biznes va VIP. Narxlarga sizga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi tugma orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu haqida qattiq ro'yxatdan o'tasiz nima qilasiz, uni men sizga ham tushuntirib beraman. Lekin tasavvur qiling, 1 oyda kursni bitirgandan so'ng, masalan, shaxsiy brendga olaman desangiz, xizmat ko'rsatishga kamida 1000 dollarga olasiz. 1000 dollardan 3 tadan 5 tagacha mijoz olsangiz, 3000 dan 5000 gacha daromadingiz bo'ladi. Agar 10000 dollarga o'zingizni kursingiz yoki ekspertingiz sotadigan bo'lsangiz, siz kamida 3000 dan 10000 gacha daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Instagramga talab hozirgi kunda juda ham baland. Har bitta odam bundan qarasangiz, qat'iy qaramasangiz, og'aynilar bilan o'tirasiz, qarindoshlar hamma telefonda o'tiradi mana shu Instagram to'g'ri. Lekin kimdir bu orqali pul topadi. After bo'lib, kimdir esa prosta vaqtini ketkazadi demoqchiman. Ya'ni bu kelajak. Afzalliklari qanaqa bor? Ofisda o'tirmaysiz, o'zingizga xon, o'zingizga beysiz. Keyin bir vaqtda 3 dan 5 tagacha bo'lgan ekspert bilan ishlashingiz mumkin. Har xil yo'nalishda har kuni nimadir yangiliklar bo'ladi. Qanaqa natijalarga ega bo'lasiz? Auditoriya yig'ish, ularni loyallik qilish, kuchli vebinarlar qilish, prograflar yozish, o'zi Instagram orqali daromad topish olamiga kirib kelasiz. Bizning oilamizga kelasiz va mana shu aytayotgan o'quvchilar natijasi xudo olsa keyingi yil aynan siz bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Kursi qadri qanaqa? Tasavvur qiling, 3 ta mijoz topdingiz, kamida 3000 dollar daromad, bu degani bir oyda siz masalan 30 milliondan oshiq daromad topasiz. Lekin kursni odatiy narxlari esa bundan ancha past. O'zi bilishadi odamlar, kim men anchadan beri kurs sotayotgan bo'lsa, oldin men faqat qimmat kurslar sotardim. 1000 dollar, 2000, 3000 dollar, 4000 dollar kurs sotardim. Hozirgi esa bu narsa narxi ancha 5 barobar kerak bo'lsa 10 barobar arzonroq qilganman va bu narsani bilish uchun siz menejerlar bilan bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Oldindan, ya'ni ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi, to'g'rirog'i. O'zi nadarni moment kurs yo'q. Chunki men bu produktni 3 oydan 6 oygacha bo'lgan muddatda bor yo'g'i bir marta qilaman. Va aynan bu narsa 100% kafolat beraman bilimga. Shu Instagram hamma daromadga chiqadigan bilimlarga ega bo'lasiz. Shu narsani faqat qo'llasangiz bo'ldi. Ko'p beriladigan o'z savoli bor. Kurs qanday tarzda o'tadi? Bu hammasi onlayn bo'ladi, maxsus platformada. O'sha yerga sizga dostуп beriladi. Kurslarning videolarini keyinchalik ko'rsam bo'ladimi? Albatta, bu video darsi sizga kurs tugatganingizdan keyin 3 oydan 6 oygacha bo'lgan muddatda qoladi. Kursda o'qish uchun nimalar kerak? Faqat sizning xohishingiz kerak. Telefoningiz bo'lsa bo'ldi, internetingiz bo'lsa bo'ldi. Qarabsizki, telefoningiz bilan internetingiz bor, chunki siz bu videoni ko'ryapsiz. Xohish va harakat, понятно. Xavfli bahonalar menda o'xshamaydi. Sizda barcha ma'lumot materiallar bo'ladi. Qolgan odamga o'xshat, nima uchun sizda o'xshamaydi? Sizni o'zingiz atrof muhitingiz bo'ladi, kurator, trекерlar bo'ladi. Pulim yo'qsiz, bu rasxod emas. Bu investitsiya. Nega?
Tasavvur qiling, bir oyda aytgandik, 3 ta odamdan 1000 dollar olsangiz, 3000 dollar daromad. Qanaqasiga bu sizga foyda olib keltirmaydigan narsa bo'ladi. Qo'lingiz iPhone olsangiz, uyingizda remont qilsangiz, mebel olsangiz, uni qaytarib ololmaysiz, sota olmaysiz kerak bo'lsa. Tushunasizmi? Bu esa investitsiya demoqchiman. Bu qiyin tushunmasam kerak. Bu qanaqadir maktabda, universitetdagi fizika, matematika fanlari emas. Bu elementarniy formulasi bor, aniq ishlaydigan instrument demoqchiman. Men viloyatdan yoki boshqa davlatdaman. Millionlab masalan insonlar bor va minglab o'quvchilarim bor, viloyatda turib ham yaxshi daromad topayotgan. Bu narsani любой joyda ko'rsangiz bo'ladi. Vaqtim yo'q desangiz, endi o'zingiz qarashingiz kerak. Nima sizda o'zi prioritetda turadi bu hayotda? Hozir topayotgan daromadingizmi yoki hozir topayotgan daromadingiz 2000 dan ko'proq bo'lsa, siz bu soha orqali daromadingiz 2 barobardan 5 barobargacha ko'tarsangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q, uni chegarasi yo'q. Darslar kuniga bor yo'g'i 1 soatdan bo'lishi mumkin. Ish kuniga esa 4-5 soatdan oshiqroq vaqt ketadi. Endi ko'proq vaqt ketkizsangiz bo'ladi, o'zingiz ustingizda ishlamoqchi bo'lsangiz. Do'stlarim qo'llab-quvvatlamaydi desangiz, sizda har doim ham fikr odamlar bo'ladi. Yangi muhit paydo bo'ladi. Endi gapim xulosasi keladigan bo'lsam, siz oldindan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi bu kursga. Oldindan ro'yxatdan o'tish sizga nima beradi? Birinchisi, bu joyingizni band qilasiz. Chunki men hammani ham doim любой moment ovurmayman. Joy band qilgan bo'lishingiz kerak, chunki joylar har doim soni cheklangan bo'ladi. Ikkinchisi esa bu eng zo'r qulay narxlarda katta chegirma asosida yozilishingiz mumkin bo'ladi agar ro'yxatdan o'tsangiz. Uchinchisi esa juda ham zo'r, ajoyib, foydali bonuslarga ega bo'lasiz. Oldindan tezroq joyingizni band qiling, ro'yxatdan o'ting. Ushbu videoga teyimni opsiyasini qarasangiz, Google forma bor. O'sha silka orqali ro'yxatdan o'tadi, o'sha saytga sizni otib yuboradi. O'sha yerda ismingizni, familiyangizni qoldirsangiz, undan keyin esa menejerlar sizga aloqa chiqadi va sizni yopiq Telegram kanaliga otib yuboradi. O'sha yopiq Telegram kanalida barcha ma'lumotlar bor. Bu kurs bo'yicha modullar, programma, hamma narsa va bu soha bo'yicha yana ko'proq bilimlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Video foydali bo'lsa, albatta bu narsani do'stlaringizga yuboring, like bosib qo'ying, o'zingizni fikringizni kommentariyada qoldiring, men sizni kutaman. Bilaman, siz hali ham qaror qilmadingiz, ro'yxatdan o'tmadingiz. Shuning uchun siz qaroringiz yanada jiddiyroq bo'lishi uchun ushbu o'quvchilarimni natijalarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi aynan siz bo'lishingiz mumkin. 2,5-3 yil o'qishni boshladim. 40 kun ichida 5000 dollar ishlab topdim. 3 ta proyektdan. Shu 3 ta ekspertdan общий summa shu 5,5 dollar daromad qilmoqda Xitoyda. Daromadim 3000 dollardan ko'p. Hozirgi kunda 4000 dollar. Oldin 8 dollar topardim, hozir 2,5 mingga yaqin daromad qilyapman. 5000 plus daromad kurs tugatmasdan oldim. Ro'yxatdan o'ting, sizni kutaman.